etiket tarafidan, ya'ni etik nuqtai nazardan bu ikkalasi teng bo'larmi degan savolga nima deysiz? Defektologiya deylik 40 yil oldin qanaqa edi? Chunki siz 40 yil oldinni ham ko'rgansiz va hozirgi kunda men hozirgi yoshlarga havosim keladi. ya'ni Nimaga? Bilasizmi? Hamma sharoit bor. Bola dovdirab qoladi. Qaysi tilda gapirsamiki va o'shaning oqibatida ham bolada nutqiy rivojlanishda ortda qolish bor. hozirgi kunda ham logopedlar ko'p, ham bolalar ham nuqsonli bolalar ham ko'pdek ko'rinyaptimi? Yoki haqiqatdan ham bolalar oldinga nisbatan sekin rivojlanyaptimi? Tug'ilgandan tashxisli tug'iladi va bu turg'un holat bo'ladi. Autizm orttirilmaydi. 3 yosh bilan 5 orasida nutqni rivojlanishi juda jadal rivojlanadi. Agarda shu davrda biz ehtiyotkorlik bilan qaramasak bolalarda duduqlanish ko'proq, mana shu yoshda ko'proq. Agar bolasini kelajagini o'ylamagan ota-ona telefonni berib qo'yaversin. Assalomu alaykum do'stlar, Gapiramiz podkastiga xush kelibsizlar. Bugungi podkastimiz mehmonlari Mukarram Ayupova professorimiz 40 yillik tajribaga egalar va pedagog psixolog Mahliyo To'xtaxo'jayeva kelganlar. Bugungi mavzuyimiz esa bolalarning rivojlanishidagi nutq nuqsonlari haqida bo'ladi. Assalomu alaykum ustoz. Iltimos o'zingizni tanishtirsangiz, chunki bu sohada juda ham mashhursiz, ammo ba'zi tomoshabinlarimiz sizni bilmasligi mumkin. Marhamat. Men Ayupova Mukarram Yo'ldashevni Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika milliy universitetining logopediya kafedrasida 40 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelaman. 40 yil bu juda katta muddat. Mana shu 40 yil davomida demak biz juda ham ko'p bosqichlarni bosib o'tdik. Bizani fakultet hozir maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakulteti deb yuritiladi. Birinchi boshlang'ich fakultet sifatida tashkil etilishi bu 1976-yilga to'g'ri keladi. Demak, bu uzun tarixga ega bo'lgan fakultetlardan biri hisoblanadi. Bizning fakultet 1967-yilda tashkil topgan pedagogika psixologiya tarkibida defektologiya ta'lim yo'nalishi sifatida faoliyat olib borilgan. Men o'zim aynan mana shu fakultetda 1976-yilda kirib, 1981-yilda muvaffaqiyatli tugatganman. Ish faoliyatimni kafedrada 1981-yilda boshlaganman. Bu paytda juda ham yosh bo'lganman. Meni demak ilm sohasiga yetaklagan ustozlarim, demak bu Sagatov Anvar Inoyatovich, Rahmonova Valda Sabirovna hamda Mo'minova Lola Rahimnalar bo'ladi. Men ularga o'z tashakkurimni bildiraman, chunki ular orqali men ilm sohasiga kirib keldim va bu sohada demak o'z faoliyatimni 1981-yilda boshlaganman. 1981-yilda demak birinchi qadamim demak auditoriyaga dars berishdan boshlangan. Hozirgi davrda ham albatta men talabalar bilan ishlayman, ma'ruzalar o'qiyman, amaliy mashg'ulotlar olib boraman va asosiy maqsadim talabalarga nutq kamchiligi bo'lgan bolalarni tashxislash, ulardagi kamchiliklarni aniqlash, nutq kamchiliklarini bartaraf etishda turli xil yondashuvlar va metodlar bilan tanishtirib boraman. Rahmat kattakon. Bilasizmi, juda ham ko'pchilik ilm ahli aynan nutq terapiyasi sohasida sizni asosan logopediya kitob orqali taniydi va juda ham hattoki men ham o'qishga kirishdan oldin sizni aynan shu kitob yozuvchi sifatida ko'rganman. Juda ko'pchilik bu haqida bilmasa kerak, ammo siz kitoblaringiz haqida biroz ma'lumot bersangiz. Endi bu haqida gapiradigan bo'lsak, endi tarixga nazar tashlashimizga to'g'ri keladi. Agar bilsanglar, biz demak sobiq SSR davrida hamma narsa rus tilida bo'lgan. Adabiyotlarimiz rus tilida, demak fan dasturlarimiz hammasi rus tilida bo'lgan. Mustaqillikka erishganimizdan so'ng shunday vazifa qo'yildiki, demak O'zbekiston barcha oliy ta'lim o'zini hamma programmasini, o'quv dasturlarini hamda o'quv qo'llanma darsliklarini o'zbek tilida tayyorlash bo'yicha. Ungacha demak bizada o'zbek tilida birorta adabiyot bo'lmagan. Bu bizning eng demak kamchilik
deyolmayman, chunki bu bizga bog'liq bo'lmagan hollar. Asosiy talabalarimiz ham rus tili adabiyotlaridan foydalanishgan. Lekin u davrda yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Rus tilida bo'lgani bilan logopediya sohasiga tegishli bo'lgan barcha adabiyotlar juda ham noyob va juda kam hisoblangan. Agar hozirgi davr bilan solishtiradigan bo'lsak, hozirgi davrda rus tilida judayam adabiyotlar xilma-xil, lekin ingliz tilida buni ko'rishimiz mumkin. Ammo o'zbek auditoriyasida esa adabiyotlarning yaratilishi asosan mustaqillik davridan boshlab amalga oshirildi. Va birinchi adabiyotlar men hozir logoped sifatida sizni kitoblaringizdan o'qib mutaxassis bo'lganmiz. Bu haqida aytib o'tmoqchiman. Buni ko'pchilik bilmasa kerak, chunki ya'ni internet endi chiqdi, odamlar endi tanivyapti. Ammo darsliklar asosan siz kabi allaqachon bu sohada katta tajribasi bor olima insonlar tomonidan yoziladi. Bu haqida aytib o'tmoqchiman. Ikkinchi mehmonimiz bu pedagogika psixologiya sohasida tajribalariga ega dars beradilar. O'z haqingizda biroz tanishtirsangiz, Mahliyoxon To'xtaxo'jayeva. Rahmat. Men o'zim ustoz bitirgan universitetni ham bitirganman. Aynan shu universitetda magistraturaga ham kirganman. Hozirgi kunda mustaqil izlanuvchiman. Ya'ni aynan shu o'zimning soham bo'yicha ilmiy ish olib boryapman. Xudo xolisa yaqin kunlarda o'sha tugatish arafasidaman. Bu sohaga kirib kelishim juda ham qiziq bo'lgan, chunki qarshiliklar bo'lgan albatta. Boshida aytadigan bo'lsak, lekin shunga qaramasdan sohaga qiziqishim kuchliroq bo'lgan va aynan shu universitetga qadam ranjida qilib, albatta shu birinchilar qatorida o'qishga kirish nasib etgan. Bundan afsuslanmayman, ustozlarimga rahmat bildiraman. Aynan shu darajagacha yetishimgacha ustozlarimni mehnatlari hamda bergan to'g'ri ko'rsatmalari menga yordam beryapti hozirgi kungacha ham. Aynan shu ustozlarimdan olgan shu bilimlarimni hozirgi kunda qo'llayapman. O'zimning sohamda, ya'ni yo'nalishim bo'yicha albatta. Hozir podkastimiz juda ham bir mazmunli mavzu tanlabmiz. Nimaga? Chunki hozirgi kunda biz bilamiz, jamiyatimizda juda ko'p bolalar, asosan shu kichik maktab yoshidagi bolalarda nutqida nuqson kuzatilib boradi. Ko'p bo'lyapti. Juda ko'p. Bunga albatta omillar ko'p. Omillardan biri, menimcha asosiylaridan biri bu hozirgi kundagi o'sha oilaviy muhitda bola bilan muloqotning kamligi. Bu meni shaxsiy fikrim albatta. Ustoz siz bundan yaxshiroq bilishingiz kerak albatta. Bo'lmasa boshlasak bo'ladi savollarimizni sekin. Birinchi savol, juda ham hozir o'zim kanalga yuritaman va juda ham kanalga savollar ko'p keladi. Qanaqa qilib defektolog bo'lsak bo'ladi? Qayerda bitirish kerak? Nima qilsak bo'ladi? Masalan, hozir shunaqa kurslar chiqqan ekan, qayta tayyorlash, masalan, filologiyani bitirib, qayta tayyorlovda o'qib, logoped bo'layotganlar bor va internet orqali juda ham mashhur bo'lishyapti. Ammo klassik logopedlar juda ham oddiy oylikka ishlashlariga to'g'ri keladi ba'zan. Ammo ular o'zini tanita olmagani uchunmi, balki internet sohasida o'zlarini qanaqadir sinab ko'ra olmagani uchunmi bir chekada qolib ketishyapti. Bu etik tarafdan yoqimsiz ko'rinsa ham sizdan shu narsa haqida so'ramoqchiman. Ya'ni logoped bo'lish uchun nima etaplardan o'tish kerak? Qanaqa qadamlari bor va bitta defektolog o'zini etik jihatdan logoped deya olishi uchun qancha vaqt talab etiladi? Juda ham yaxshi savol berdingiz. Birinchidan logoped bo'lish uchun bu kasbni tushunish kerak. Kimlardir masalan institutlarga adashib kirib qoladigan holatlar bo'ladi. Keyinchalik afsuslanib yurishadi. Bir xil adashib kiradi-yu, lekin to'g'ri qilgan anglab qoladi. Shuning uchun avvalambor soha qanday soha, kimlar bilan ishlaydi kelajakda va nima ishlarni amalga oshiradi. Mana shu savollarga o'zi javob berish kerak yoki uni biladigan odamlardan so'rash kerak bo'ladi. Deylik, men o'zimiz soham deylik qanaqadir matematika yoki filologiyaga ketib qoldim. Ammo tushundimki bolalar bilan ishlashni xohlayman. Defektolog bo'lmoqchiman. Deylik, nima qilishim kerak shunaqa payt? Bunda demak siz shu sohani demak egallamoqchisiz. Shu soha bo'yicha ishlamoqchisiz.
Bu yaxshi. Demak, har kimning o'zini maqsadi bor hayotda. Buning uchun birinchidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bor. Bu qaror bo'yicha pedagoglarni qayta tayyorlash degan qarori bor. Mana shu pedagoglarni qayta tayyorlash negizida, demak, biz bir yo'nalish, ta'lim yo'nalishlarini bitirgan mutaxassisni ikkinchi bir ta'lim yo'nalishiga tayyorlab berishimiz mumkin. Bu bittasi. Demak, siz logoped bo'lsangiz, matematik bo'lsangiz, logoped bo'la olmaysiz. Chunki buni negizida bizani fanimizga yaqin keladigan ildiz yo'q. Lekin filologiya, boshlang'ich ta'lim, psixologiya, maktabgacha ta'lim programmasi, o'quv dasturlari bizga yaqinroq. Aynan mana shu yo'nalishni bitirgan demak, mutaxassislar bizada qayta tayyorlovdan o'tishi mumkin. Faqat bizda emas, hozir qayta tayyorlov kurslari ko'p ochilgan. Savolingizga javob, ikkinchi mutaxassisliklarni egallashlari mumkin. Ikkinchi mutaxassislik, demak, bu o'sha bakalavr darajasidagi diplom bilan bitiriladi. 4 yil o'qiladi, ya'ni. Yo'q, 4 yil o'qilmaydi, ikkinchi kursdan qabul qilinib 3 yil o'qiladi. Demak, bunaqa yo'llari ham bor. Bunaqa yo'llari ham Ammo bor. bunga qator o'zini sohalari bor, faqat shungagina ruxsat beriladi. Yo'q, masalan, ikkinchi mutaxassislikka bizani sohada o'qimoqchi bo'lsa, qaysi yo'nalishdan qat'iy nazar, demak, ikkinchi mutaxassislikka topshirish mumkin. Bakalavr bo'lsa bo'ldi, demak. Bakalavr bo'lsa bo'ldi. Chunki Ajoyib. ular birinchi Ajoyib. blokka o'qib bo'lishgan, birinchi blokka, qolgan blok mutaxassislik fanlarini to'liq 3 yil ichida o'zlashtirib oladilar. O'shaning uchun ularga bakalavr darajasidagi diplom beriladi. Yana bir shu kadrlar tayyorlashga bog'liq savol, chunki baribir siz kadrlar tayyorlash bo'yicha shug'ullangansiz. Ha. Agar defektolog, 4 yil o'qigan defektolog, deylik, menga o'xshagan mutaxassis kelsa va hali aytganimizdagi qayta tayyorlovda kelgan mutaxassis kelsa, siz o'zingiz necha yillik defektolog sifatida etiket tarafidan, ya'ni etik nuqtai nazardan bu ikkalasi teng bo'larmi degan savolga nima deysiz? Endi bu savol ancha murakkab savol. Nima uchun? Chunki birinchidan ikkalovini bakalavr darajasidagi diplomi bor. Keyin ikkinchidan Vazirlar Qonunan ikkalasi ham teng. Qonun bo'yicha ikkalovi teng. Chunki Vazirlar Mahkamasida o'sha pedagoglarni qayta tayyorlash qarori chiqarilgan. Shuning uchun ular olgan diplom bilan bakalavr olgan diplom darajasi, demak, ishlash uchun ruxsat beriladi. Men uni juda teng deb o'zim ham etik jihatdan ma'qullamayman. Lekin ular ishlash huquqiga egalar. Endi darajaga keladigan bo'lsak, hozir konkurensiya. Ya'ni agar eblasang qandaydir albatta, birinchidan konkurensiya, 4 yil o'qib eblolmaganlar ham bor, lekin 6 oy pedagogik qayta tayyorlovdan o'tib qoyillatib ishlayotganlar ham bor. Va ular nimaga yaxshi ishlaydi? Ular masalan o'z ustida ishlashlari, tajribalar almashishlari, turli xil o'qishlarga borib ularni qayta o'rganishlari asosida bu seminarlarga mutaxassislarga qatnashishadi. Albatta chuqur egallash imkoniyatlari bor. Yana bitta defektologiyaga oid savol, chunki chuqur savollarni boshiga olib qo'ydim. Juda ham keyin bahsli savollar beraman. Defektologiya deylik 40 yil oldin qanaqa edi? Chunki siz 40 yil oldinni ham ko'rgansiz va hozirgi kunda shu sohada o'qigansiz. O'sha vaqtdagi ta'lim sistemasi aynan bizani sohamizda va hozirgi kundagi defektologiyani nima farqlari bor, qanaqa o'xshashliklari bor va afzalliklari bor? Endi birinchidan, demak, 40 yil oldin men 40 yillik tajribaga egaman. Lekin bizning fakultetda tashkil topilganiga 50 yil, 60 yilga yaqinlashib qoldi. Ya'ni siz birinchi qaldirg'ochlardan biri bo'lgansiz. Demak, men 3 yoki 4 bitiruvchilardan hisoblanaman. Albatta, u vaqtdagi bilan hozirgi vaqtni tenglashtiradigan bo'lsak, albatta juda ham katta farqlar bor. Nimasidan farq qilinadi? Birinchidan, hozirgi payt bilan solishtiradigan bo'lsak, kadrlar tayyorlash milliy dasturi asosida oliy ta'lim 2 bosqichga ajratildi. Birinchisi bakalavr bosqichi, ikkinchi magistratura bosqichi. U davrda esa 5 yillik diplom mutaxassis sifatida tayyorlanardi. Bu birinchi farqi. Ikkinchi farqi esa shundan iboratki, men hozirgi yoshlarga havosim keladi. Ya'ni nimaga bilasizmi? Hamma sharoit bor. Hamma sharoit.
birinchidan o'zini tilida, xohlasa rus tilida, xohlasa o'zbek tilida, xohlasa ingliz tilida adabiyotlar topish imkoniyatiga ega. Internetdan. Bu bilim darajasini Sizlar kitobdan o'qigansizlar demak. Biz kitobdan o'qiganmiz. Faqatgina rus tilida ham bu boya yuqorida aytib o'tdim, rus tilida ham logopediyaga taalluqli bo'lgan kitoblar juda noyob bo'lgan. Faqatgina bitta avtor muallifi kitobi bo'yicha biza mutaxassislikni egallaganmiz, bu ham bo'lsa Olga Vladimirovna Pravdinaning kitobi bo'yicha. Demak, Shurik kinosidagi bitta kitobni hamma daraxtga chiqib olib o'qishadi-ku. Xuddi shuni Shu narsa haqiqat bo'lgan. Ana u kitob talash bo'lardi. Keyin endi biz o'zbek guruhida o'qiganimiz uchun ko'proq o'zbek tilidagi kitoblarni xohlardik. U imkoniyati yo'q edi. Hatto men bilaman, eslayman, o'sha vaqtda talabalarning ilmiy konferensiyalari bo'lardi. Men juda ko'p dokladlarim bilan ishtirok etganman, lekin birorta maqola ham topa olmaganman o'zbek tilida. Ishonasizmi shunga? Hamma hatto o'zbek tilida dars beradigan o'qituvchilarimiz ham rus tilida masalan shu maqolani yozishmasa hech qayerda e'lon qilinmasdi. Mana bu tarafdan misol uchun maqola o'zbek tilida yozishim kerak bo'lsa, men nimagadir tayanishim kerak, nimadandir olishim kerak. Mana bu bo'yicha biz birorta narsa topa olmasdik. Mana bu qiyinchiliklar o'zi davrida bor. Hamma davr o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Men boya yuqorida aytib o'tdim, hozirgi yoshlarga juda ham havasim keladi. Nima uchun? Chunki uyda o'tirib hamma narsani ko'rish mumkin. Masalan, o'zini sohasiga kerakli bo'lgan dissertatsiyami, avtoreferatmi yoki kitoblarmi, har xil mualliflarning kitoblari bo'ladimi, maqolalar bo'ladimi, uni internet orqali bitta tugmani bosib topish imkoniyatiga ega bo'ladi. Men o'zim ilmiy ishimni qilganimda Moskvada, demak, oylab o'sha bibliotekada o'tirib ishlaganman. Dissertatsiya bilan tanishish uchun, adabiyotlar bilan ishga kirib, o'sha yerda kitob o'qish uchungina kirgansizlar, to'g'rimi? Albatta. Endi hozirgi paytda esa marhamat, talaba uchun hamma narsa tayyor. O'zbek tilida, demak, bizning o'quv rejaga kiritilgan barcha fanlar bo'yicha adabiyotlar yaratilgan. Yana bitta elektron kutubxonalar ham bor hozir. Elektron kutubxona. Bitta men qiziq anaqani voqeani aytib beraman. Bu meni boshimdan o'tgan. Bizdan bir men yaxshi ko'radigan o'qituvchi bor edilar, olamdan o'tib ketdilar, joylari jannatda bo'lsin, juda ham yaxshi inson edilar. Ular ham meni juda yaxshi ko'rardilar. Tirishqoqligim bo'lsa kerak, shu xislatlarim ularga juda yoqib tushardi. Ular lekin meditsina fanlari bo'yicha dars berardilar. Bir kun talabalar ilmiy konferensiyasida katta konferensiya ketyapti. Konferensiyaning ilmiy rahbari aynan shu Ehsonova Damira Sultonovna edi. Shunda aytdilarki, o'zbek tilida kitob yo'q dedilar. Lekin bo'ladi. Bu kitob shunaqa kitob chiqadi, Ehsonova Ayupova deb dedilar. Men u paytda 4-kursda o'qirdim. Qarangki, shu narsa amalga oshdi. Yillar davomida ya'ni niyat qildilar va sizlar bilan ishladilar. Bizlar bilan ishladilar va lekin 91-yilgacha bizada hozirgi davrdagi imkoniyatlar yo'q edi. Mana shunisi bilan farq qiladi. Adabiyotlarni ko'pligi, talabalarni, demak, hamma talabalar uchun hamma sharoitlar yaratilganligi hozirgi zamon talabalari uchun men o'ylayman, bu baxt deb bilaman. Biz ko'p vaqtimizni bibliotekada o'tkazardik. Hozir ham bibliotekada o'tkazish bu talabalar uchun baxt deb bilaman bu narsalarni. Ikkinchi mehmonimiz menga biroz podkastda, birinchi podkastim bo'lgani uchun bu podkastda biroz yordam bergani kelganlar. Ya'ni menga podkastda o'zlarida ham savollar bo'lsa, siz bilan suhbatda yordam beradilar. To'g'ri, sizga qiziqarli bir savolim bor edi. Hozirgi kunda bir dolzarb masalalardan biri. Bilamiz, hozirgi kunda aksariyat bolalarda afsuski nutq nuqsoni bor. Ko'p, juda ko'p. Oldin misol uchun kamroq bo'lardi, balki bunga boshqa sabablari bormi yoki omillari nimalardan iborat deb o'ylaysiz? Bunga hozirgi kunda ekologiyani buzilishimi yoki boshqa bir muammoli vaziyatlar sabab bo'lyapti? Nima deb o'ylaysiz? Shunga javob bersangiz. Ya'ni avvallari deylik, bizni kam eshitilardi-da. Kichkina paytimizda
logopedga borganlar kam bo'lardida. Logopedlarni o'zi ham kam edi, ha. Logopedlar juda ham bir noyoblroq kasb ko'rilardi, ya'ni doktorlardagi ko'rilardi va hozirgi kunda ham logopedlar ko'p, ham bolalar ham nuqsonli bolalar ham ko'pdek ko'rinyaptimi yoki haqiqatdan ham bolalar oldinga nisbatan sekin rivojlanyaptimi? Yaxshi, juda qiziqarli savol. Bu savolga endi qanday javob bersak bo'ladi? Qarang, birinchidan men o'ylaymanki, hozirgi paytda nutq kamchiliklari biroz ko'paygan. Buni birinchi omillardan biri ekologiyadagi buzilishlar bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi paytda bilasizlar, bolalar juda ko'p telefon bilan mashg'ul bo'lib qolyaptilar. Lekin o'zaro kommunikatsiya kamayib ketyapti. Bu sabab bo'lishi mumkin. Ota-onalar gaplashmayapti. Ota-onalar bilan bolalar bilan gaplashish jarayonlari ham menimcha kamayib ketganga o'xshaydi. Bu bitta omillardan bittasi hisoblanadi. Endi boshqacha qaraydigan bo'lsak, demak, oldingi masalan bundan 20 yil avval, 30 yil oldingi davriga qaraydigan bo'lsak, haqiqatan logopedlar juda ham kam edi. Logopedga murojaat qilishmasdi ham. Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalari bo'lsa ham, bu kvotalar ham kam bo'lgan. Kvotalar ham kam bo'lgan. Keyin ota-onalar kam murojaat qiladi. Nima uchun? Ular boshqacha tushunishardi. Chunki bu narsa meni boshimdan o'tgan. Meni bolam jin emas. Meni bolam soppa-sop. Nimaga uchun logoped kerak deb? Chunki logopedik bilimlar yaxshi targ'ibot qilinmagan. Ya'ni xuddi psixologiyaga o'xshab, oldin psixologga borganlarni nosog'lom deb o'ylashardi. Demak, defektologiyada ham bu bo'lgan. Bu bizlarni boshimizdan o'tgan. Men o'zim eksperiment o'tkazganimda ota-onalar ba'zi birlari janjal qilib kelgan. Nimaga meni bolamni demak tekshirdingiz? Nimaga darslarga, endi bizda mashg'ulot deb ataladi, darslarga olibsizlar? Meni bolam sog'lom, meni bolam kallasi yaxshi ishlaydi. Ya'ni bog'cha maktabdan bu olganingizda bu targ'ibotda yo'qligidan, logopedik bilimni targ'ibotini bo'lmaganligidan dalolat beradi birinchidan. Ikkinchidan, demak, ota-onalar endi asosan ota-onalar olib keladi. Ota-onalarni demak logopedik bilimlarni bilmasliklari, logoped shaxsi kim, logoped mutaxassisi kim, qanaqa vazifani bajaradi, mana bu bilimlarga ega bo'lmaganligi sababli murojaat juda ham kam bo'lgan. Agarda hozirgi vaqt bilan taqqoslasak, juda ham katta farq bo'lmasligi mumkin. Lekin mana shu jihatlari bo'yicha, ya'ni logopediya fani rivojlangani uchun hozir logopediya fani juda yaxshi rivojlandi va tashxislar vaqtida qo'yilyotgani logopedik targ'ibot yaxshi olib borilyapti. Hozirgi paytda ota-onalar bolasi masalan 3 yoshga kirdi, 2 yoshdan oshdi, juda ham bolasiga sergak qaraydigan, e'tiborli bo'lgan ota-onalarimiz birinchi logopedga olib boradi. Oldin bunaqa bo'lmagan. Bolasi 6 yoshda, 7 yoshda gapirgan taqdirda ham ota-onalar o'zgargani uchun. Bu yerda nima uchun olib kelmagan? Chunki uni bolasi sog'. Uni bolasi gapirib ketadi. Ularda shunaqa tushuncha bo'lgan. Balki mana bu tushunchalarning hisobiga ham farqlar shunaqa kattaga o'xshab ko'rinadi. Lekin aslida unday emas. Men shunaqa deb o'ylayman. Asli olganda o'sha nutq nuqsoni xuddi shunaqa bo'lgan oldin ham, lekin tashxislash bo'lmaganiga biz bilmaganmiz bunaqa borligini. Murojaati bo'lmagan. Keyin logopedik bog'chalar bo'lgan. Masalan, nutq kamchiligi bo'lgan bolalar uchun maxsus bog'chalar bo'lgan. O'tga ham bolalarni yalinib, yolvorib, bolangizni shunaqa biz yaxshilab maktabga tayyorlab beramiz deb olib kelib jalb qilishgan. Keyin ota-onalar sekin-sekin asta tushuna boshlab, logopedik bog'chalar juda zo'r bog'cha ekanligini. Hozirgi kunda teskarisi. Ota-onalar yalinadi. Ota-onalar nima uchun buni zaminida, demak, o'sha logopedik bilimlarni targ'iboti yotadi. Mana shu bog'chaga borib, uni nutqi juda yaxshi bo'lib, maktab programmasidan yaxshi o'zlashtirish darajasiga yetgani yotadi. Ular mana shu jihatlari bilan demak farqlasak bo'ladi. Ya'ni hozirgi kunda bizda o'sha stereotiplar degan bir tushuncha bor. Oldin aksariyat holatlarda uyatli holat qaralgan bu narsa. Juda uyat hisoblanardi. Logopedga borib, bolasi duduq ekan deydi. Lekin masalan ota-onalarning orasida bitta tashxis ishlatilgan. Duduqlanish.
u gapiryaptimi gapirmayaptimi yaxshi emasmi demak u duduqlanadi ana uni bolasi duduq ekanda o'sha anaqaga mutaxassisga olib boribdi уже mahallada gap bo'ladi deb uyalgan ota-onalar ya'ni bu insonlar ham bir bitta omillardan tashxisi ushlab olgan boshqa narsalarni bor yoki yo'qligini duduqlanishdan bilmagan boshqa tashxisi tushunishmagan hozir bolasi nimaga gapirmayotganligini уже ota-onalar yaxshi biladi odamlar sababi nima autizmga yetib keldi ekanligini biladi mana masalan autizm hozir zamon anaqasi bilasizlar hozirgi kunda juda ham Muammo. juda muammoli Muammo. juda yechimni kutayotgan bir tashxis hisoblanadi bu Yevropa mamlakatlarida bu 100 yildan oldin bo'lgan bu narsalar lekin bizga bundan bir 20 yil oldin kirib keldi birinchi tashxislar Yevropada 80 yil oldin qo'yilgan shunaqa 80 почти anaqa tarixiga ildiziga boradigan bo'lsak 100 yillarga ham yaqinlashib oldin lekin autizmga shizofreniya deb qarashgan shizofreniya bizda qo'yilgan yo'q u yoqda u yoqda ham birinchi ya'ni shizofreniya Yevropada ham qo'yilgan. xuddi shunaqa bo'lgan ya'ni dengiz orti mamlakatlarida ham xuddi shu holat bo'lgan ular shizofreniya deb qarashgan shizofreniya bolalar shizofreniyasi deb qo'yilgan. taxminan 80 yilcha oldin bu ajraldi unda ham alohida o'rganilmadi oligofreniyani bitta yo'nalish deb o'rganildi hali ham shuni ichida shuning uchun ham va hozirgi kunda autizm alohida bitta sindromligini buni kasallik emasligini endi targ'ibot qilishyapti ota-onalar endi yaxshi tushunib yetishyapti. hattoki lekin shu autizm shu yangi juda ham yangi tashxis deyishadi aslini olganda oldindan bo'lgan Bu oldindan bo'lgan lekin bizga sal keyinroq kirib keldi lekin men o'ylaymanki bizda jadal ishlashyapti. ha juda ham Ilmiy tadqiqot ishlari olib borilyapti, amaliyotda ancha oldinga ketilgan. Hatto ilmiy tadqiqot ishidan ko'ra amaliyot oldinga o'tib ketyapti-da. Chunki masalan chunki yaxshi biznes bo'lyapti bu narsa markazlar ochilyapti, harakat qilinyapti. O'sha yerda ishlaydigan masalan oligofreniya pedagog bo'ladimi, mayli. Ular logoped bo'ladimi, o'zini ustida juda ham ko'p ishlashyapti. abaterapiyani olib kirishyapti Abaterapiyani olib kirishyapti. Mana bular buni ishlash o'sha mutaxassislarning o'zi shunga majbur bo'lyapti. O'rganmasa bo'lmayapti. Chunki Konkurensiya katta bo'lib ketyapti. talab ham bor Talab ota-onalar ham katta tomonidan. bo'lyapti. Bolani olib kelyaptimi, nimaga bolam tuzalmayapti deydi. Hop, uni tuzalish uchun o'sha mutaxassis yaxshi bilimga ega bo'lishi kerak. o'z ustida ishlash kerak O'z ustida ishlash kerak, yaxshi tashxislar olish kerak. Yaxshi tashxislangan bola esa yaxshi anaqa nimani yechimi topiladi. O'sha qanaqa yo'l bilan davolanadi yoki qaysi yo'l bilan o'qitiladi, qanday korreksion ishlar olib boriladi, aniqlanadi. Bu esa u bolalardagi o'sha autizm spektrini yengillashishiga va ma'lum darajada o'ziga o'zi xizmat ko'rsatishiga ommaviy maktabga ham tayyorlash ishlari olib borilyapti. asosan Ijtimoiy hayotga tayyorlanadi. abani o'zi asosan juda ko'pchilik tushunmaydi nimaligini aba bu butun boshli darslik darslik va bu 6 moduldan terapiyani iborat ekan bu ham. terapiyani o'rganishdan maqsad bolani hayotga tayyorlash uni universitetga Albatta. kirg'izish emas shunchaki Albatta. o'ziga o'zi xizmat ko'rsatishga tayyorlash va buni qilish juda ham oson emas Oson emas, juda qiyin. va buni qilishyapti juda ham yaxshi men xursandman aba terapistlar ko'payayotganidan chunki yaqingacha ham oxirgi 2019 yil statistikasiga qarasangiz ham faqat chet eldan olib kelardik turklardan olib kelardik hozir 2019-2018 yildan boshlab juda ham ko'p sentrlar ochildi Juda ham Markazlar markazlar ko'payib ko'paydi. ketyapti. Juda ham Ularning orasida ham xursandman konkurensiya ketyapti. Konkurensiya yaxshi narsa. raqobat bo'lgani Raqobat sari bo'lgani o'sish yaxshi. bo'ladi Raqobat yaxshilanadi. qancha kuchli bo'lsa, o'sish shuncha kuchli bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Buni men o'zi hayotda ko'ryapman. Bitta markazga borib, ikkinchi markazni solishtiradigan bo'lsam, ikkalovi bir-biridan qolishayotgani yo'q. Lekin buni asosiy sababi nima deb qaradimda, hammasi o'qishga borishadi, seminarga borishadi, seminarga o'sha mutaxassis chaqirishadi, o'rganishadi, izlanishadi. Bu esa bolalar uchun ham yaxshi. va boshida shu aba terapiyani olib kirish uchun markazlar ochildi ammo yetishmadi baribir o'sha eski metodikalar bilan ishlandida keyin qaradi sentr boshliqlari ham yo'q bo'lmaydi bunaqa Natija yaxshi deyishdida bo'lyapti. Turkiyadan olib kelishdi Rossiyadan olib kelishdi aynan aba terapiya bo'yicha mutaxassislarni va bu yerda o'zlari tayyorlashdi kerak bo'lsa o'zimni nechta hamkasbim ham shunaqa qilib tayyorlanishdi va hozirgi kunda yaxshi aba terapist bo'lib ishlashyapti manimcha juda ham zo'r Demak, Judayam respublikamizda
ayniqsa autizm spektriga ega bo'lgan bolalarga yordam berish demak ancha yo'lga tushdi. Men bundan juda ham xursandman. Kecha konferensiyaga bordim. Men juda ham xursand bo'ldim. Juda ham zal to'la, aynan mana shu aynan autizm uchun butun konferensiya faqat autizm atrofida bo'ldi. Autizmga, faqat autizmga qaratildi. Ota-onalar ham ishtirok etdi bu yerda. Mutaxassislar, masalan, Germaniya, Kanada, Amerikadan kelgan, keyin Rossiyadan kelgan mutaxassislar ishtirok etdi. Men o'zim ham juda maza qilib ularni ma'ruzalarini tingladim. O'zim ham ma'ruzam bilan ishtirok etdim. Bu yerda ham asosan men ma'ruzam o'sha autizm spektriga ega bo'lgan bolalarda nutq kamchiliklariga qaratilgan edi. Yana bir jihatga e'tibor qaratmoqchi edim. Biz bilamiz, hozirgi kunda O'zbekistonda inklyuziv ta'limga bo'lgan e'tibor juda ham katta. Juda ham katta. Men bu narsa juda ham meni xursand qildi. Nima uchun? Chunki biz bilamiz, defektologiyani o'zida ham bir nechta yo'nalishlari bor. Bu aynan tiflopedagogika, oligofren pedagogika, surdopedagogika kabi, logopediya kabi turlari bor. Yana bir juda ham zo'r jihati borki, hozirgi kunda aynan shu tashxisi bor bo'lgan bolalar, albatta turiga hamda og'irligi darajasiga qarab turib, oddiy maktabda, ya'ni sog'lom bola bilan birgalikda o'qish huquqiga ega. Ular teng huquq. Ha, teng huquqli. Ajratilmaydi oldingiga o'xshab. Ajratilmaydi. Bu juda ham katta yutuq, chunki biz bilamiz, bu jihatda nafaqat o'sha fiziologik jihatdan rivojlanishdi, balki psixologik jihatdan ham bu bolaga juda ham katta plyus. Chunki ertaga u katta bo'lib rivojlanayotganda o'zini yo'lini topib ketishga ham. Lekin nima deb o'ylaysiz? Masalan, o'z yo'lini topishga bu bir shu plyus deyotgan narsalarga meni ozgina qarshilik emas, shunchaki fikrim bor, o'zim savolim bor. Deylik, tashxisli bolalar, agar siz ham men ham bog'chaga, maktabga borganmiz. Tashxisli bolalar agar oddiy bog'cha yoki maktabga chiqsa, atrofidagi normal bolalardan bullyingga, ya'ni qanaqadir tazyiqqa uchramasmikin? Bu haqida o'ylab ko'rganmisizlar? Bu savolingizga javob berishim mumkin. Chunki sog'lom bolaga nisbatan tashxisli bolaga bullying juda ham travmatik ta'sir qiladi. Bu jihatda eng katta e'tibor biz birinchi navbatda ota-onaga qaratamiz. Misol uchun, siz shunday bolangizni olib keldingiz, qabul qilmaydi maktab. Uni tekshiruvdan o'tkazadi, o'ziga xos bo'lgan darajada aniqlangandan keyingina o'sha guruh rahbari hamda maktab psixologi bilan birgalikda foyda olib boradi. Ya'ni nima qiladi? Dars bosh, misol uchun aytaylik, u birinchi sinf bolasi. To'g'rimi? Majlis qilish mumkin, bu albatta pedagog mahoratiga hamda o'zini ko'rsata olish qobiliyatiga bog'liq. Nima qiladi? Ota-onalarni yig'ishi mumkin, majlisda baribir bo'ladi bu narsa va shu jarayon mana shu ota-onamiz farzandlari bor. Nima qilamiz? Tushuntirishlarni olib boramiz. Kim bilan? Ya'ni bolalari bilan. Ya'ni ota-onalarni o'zi bolalariga tushuntirish kerak. U uchun ota-onaning o'zida tushuncha bo'lishi kerak albatta. Siz unga nima qilasiz? Yo'nalish berasiz, ya'ni bizning guruhimizda ham yangi bolaga, misol uchun aytaylik, ko'z nuqsoni bor bo'lishi mumkin. Biz bilamiz, nuqson ikki xil turda bo'lishi mumkin, tug'ma yoki orttirilgan. Bu sog'lom bola bo'lib tug'ilganda qanaqadir bir mexanik ta'sir tufayli bola ko'zidan ayrildi, bir ko'zidan aytaylik, yoki ko'zini ko'rish darajasi pasayib qoldi. Uch narsani biz to'g'ri tushuntirishimiz kerak. Hamda bu jihatda ota-ona ham shuni o'zini farzandiga tushuntirishi kerak. Bolam, seni sinfingda shunaqa bola bor ekan deb har bitta ota-ona ishlash kerak, chunki buni bitta pedagogni o'zi yoki direktor bilan hal bo'lmaydi. Bu narsa hal bo'lmaydi. To'g'ri, bullying bo'lishi mumkin. Birinchi sinf bolalarida bu narsa kamroq, agar ularni shu psixik jihatdan qaraydigan bo'lsak, hali o'zi bola, lekin bullying qachon bo'lishi mumkin? Yuqori sinflarda. O'smirlik yoshi. Ha, albatta, o'smirlik hamda o'smirlik davrlarida bu ko'proq bo'lishi mumkin. Lekin mana o'zim dars beraman universitetda. Bizda bor, bu narsa yo'lga qo'yilgan. Eng qiziqarli jihati sharoitlar ham bor. Ya'ni o'sha bola chiqmoqchimi, aytaylik aravachada. Yo'lakchasi bor maxsus. Hattoki hojatxonada ham o'ziga xos bo'lgan unaqa temirlar qo'yib qo'yishgan. Yordam kerakmi? Maxsus xonalar qilib. Ha, knopkani bosadi, yordamga sirazu odam boradi. Ya'ni zudlik bilan sizga yordam ko'rsatiladi. Va menga eng yoqqan tarafi hozirgi kundagi o'sha yoshi kattaroq insonlar, ya'ni o'sha talabalarimiz ongli jihatdan to'g'ri yondashadi. Misol uchun hech kim aytaylik bor, shunaqasi universitetimizda bir oyog'idan ayrilgan. Sog'lom tug'ilgan, avariya bo'ldi va shuni hisobiga oyog'idan ayrildi. Hech qaysi nafaqat kursdoshlar, balki uning atrofidagi parallel kursdoshlari ham yordam berishadi. Qo'l bilan kesib qilmaydi. Va yana bir narsaga e'tibor beraman. Men universitetda ham ishlaganman. Aynan sizlarning yo'nalishida logopediya, surdopedagogika bor. O'zim o'quvchilarim bor, ishonasizmi? Shunaqa tirishqoq, oddiy bolalardan ko'ra ko'proq, yaxshiroq o'zlashtirishga hamda ko'proq o'zini ko'rsatishga harakat qiladi.
Bularni ko'rgan bolalar kursdoshlari sog'lom bo'lsa ham uyaladi. Endi universitet boshqa narsada. Masalan, universitet davrida odam allaqachon o'sgan, endi Yo'q, bu katta. gapingizga qo'shilmayman. Bu narsa yoshga bog'liq emas. Bu narsa O'ylashimcha baribir insonni osonroq. o'zini xususiyatlariga bog'liq, shaxsiyatlariga bog'liq. Mana ustoz o'zingiz juda ham yaxshi Albatta, ammo bilasiz. men aytmoqchi bo'lgan narsam, baribir odam o'smirlik paytidagi holati bilan allaqachon universitetga bordi, universitetga kirdi. Bu odamni ancha samotsenka deydi-yu, o'ziga bo'lgan ishonchini ko'taradi-da. Va u inson baribir hammadan ko'ra lider bo'lishga oshiqadi, ammo hali o'zini kimligini hayotda aniqlashtirmagan, kimligini bilmaydigan maktabdagi bolaga baribir bu qattiq travma beradi-da. Tushunyapsizmi? Siz men ota-ona bilan gaplashing, men baribir bitta odam chiqadi, unga turtki keladigan-da. Bu bolani Demoqchiman, buni o'zi oldini bilan olaylik, uni ishlashimiz. himoya qilaylik emas faqat. Aytmoqchiman. Mana sizda bu narsa aytyapsiz, tizimli shunaqa qilsa bo'lmaydi. Menimcha baribir bo'ladi. O'zi men savolim hamma o'ziga o'xshagan bolalar bilan o'qigani yaxshi emasmi? Norbek bolalarga qo'shganga nisbatan demoqchiman. Yo'q, Endi men bu bu fikrga savolingizga- qo'shilmayman. Buni men defektologimizga ham, psixologimizga ham ikkalamizga ham taalluqli savol. buldingdan olib Bunga- qochish uchun demoqchiman yani. Endi buning uchun demak yana yuqorida aytib o'tganimizdek, demak tushuntirish ishlari olib boriladi. Maktabda ham, endi universitetda kerak emas, shart emas, lekin hozir universitetlarda ham o'sha inklyuziv ta'lim o'sha ketyapti. Har xil diagnozli bolalar kelyapti. Albatta. Autizmlar ham hatto o'qiyapti. DTP bolalar ham bor bizada. Har xil. Endi uni diagnozlarini sanab o'tishimiz shart emas. Ammo maktabda sal muammo bo'lyapti. Nimaga? Chunki ota-onalar qarshiligi ko'p bo'lyapti. Ota-onalarni o'zlari aytishyapti, nega meni bolam tashxisli bola bilan o'qish kerak? O'qish kerak deyapti. Ular o'ylashadiki, bola agressiya ko'rsatishi mumkin, tashlanib qoladi deb o'ylashadi. Yo'q, endi buni ham boy nima deydi? Nima deydi? Tushuntirish ishlarini olib borish kerak-da. Ota-onalarga tushuntirilsa ham, mana boy yuqorida Mahliyoxon juda ham to'g'ri aytdilar, ota-onalar bilan ishlash kerak. Ota-onalar, birinchi ota-ona, pedagog 3 soat, 4 soat bola bilan bo'ladi, qolgan payt ota-ona bilan. Sani sinfingda shunaqa bola bor ekan, bunga mehr ko'rsatish kerak, u ham hayotda o'z o'rnini topish kerak, bu ham savob bo'ladi. Ham diniy, ham dunyoviy bilimlarni qo'llagan holatda tushuntirilsa, men o'ylaymanki, ota-ona bolaga ta'sir ko'rsatsa, o'sha sinfda muhit yaxshi bo'ladi. Va men ota-onalarga Mana shunaqa deb murojaat o'ylayman qilmoqchi buni. edim bir narsani. Ota-onalar, sizlar tushuninglarki, bitta narsani, agar sizlarni umumiy maktabda o'qiyotgan farzandinglarning oldiga tashxisli bola qo'yishsa, demak tashxisi yengil bo'lgani uchun qo'yishadi. Og'ir yoki agressiya bildiradigan bolalarni umumiy maktabga olmaydi. Juda ham katta komissiyadan o'tadi. Ha. Shu haqda aytmoqchiman, juda ko'pchilik tushunmaydi va aynan ota-onalar majlisida yoki shunga o'xshash holatlarda meni o'zimga ham kelib aytishadi. Ota-onalar majlisida meni yerga urishdi, iltimos olib chiqib keting deb iltimos qilishdi, ommaviy iltimos qilishdi deb Endi aytishadi. bu jarayonlar kamayib boryapti hozir. Ammo hali ham bor. Bor, uchrab turadi, lekin oldingiga nisbatan ancha yumshadi. Ancha yumshadi. Odamlar tushunishni Siz boshladi. ham ko'rgan bo'lsangiz kerak praktikalarda, lekin ancha yumshadi. Hozir nimaga? Chunki har doim inklyuziya haqida gapirilyapti. Televizorlarda ham, axborot nimalarida ham nima qilib ko'rsatib borilyapti. Inklyuziya nima, bu sog'lom bolalarning orasiga qanday bolalar olib kiriladi, ularga qanday mehr ko'rsatish kerak, bunday bolalar bilan qanday ishlash kerak, bunday bolalarni anaqasini, jamoasini qanday tashkil etish kerak. Bular bo'yicha hozir juda ko'p ishlar olib borilyapti. Men o'ylaymanki, bundan 10 yil oldingiga nisbatan hozir ota-onalarda ham bunga nima tushunchalar hosil bo'lyapti. To'g'ri. Demak, o'zi bolasiga tushuntirish. Men boya yuqorida aytdim, ham diniy, ham dunyoviy bilimlar bo'yicha sen shunga mehr ko'rsatsang, senga yaxshi bo'ladi. Shuni qo'ldan yetaklab joyiga olib borib qo'ysang, senga yana bitta savob yoziladi, deyilsa, bola shunga qarab ketadi. Ya'ni kichkina paytida o'rgatish oson. Albatta o'rgatish. Hozirgi kunda yana bir insonni quvontirayotgan narsa bu ota-onalarda gumanizm bilan ham tolerantlik hislari ancha rivojlanib boryapti. Rivojlanib boryapti. Chunki ota-onalar ham oldindagi faqatgina bitta kitob bilan chegaralanib qolayotgan yo'q, ular ham har kuni
internetda internetda o'tirishadi, yangiliklarni va ko'rib chiqishadi. internetda meni xursand qiladigan narsa, masalan, oldin kitob o'qinglar deyishardi, ammo hozirgi kunda tayyor roliklar bor, mana ibratli roliklar, yaxshilikka chorlovchi roliklar bor, buni ko'rishadi. Umuman kitob o'qimaydigan odam ham hech bo'lmasa yaxshilik tortadigan nimadir ko'rsa o'zida nimadir xulosa chiqarib oladida. 100 ta reels ko'rsa, bitta videoda chiqib keladi, hech bo'lmasa yaxshiroq hayotga yaxshi tarafdan qaraydigan pozitivroq narsalar chiqib keladi. Xo'p, keyingi savolim, umuman defektologiyani tushunmaydigan odam, umuman mana ota-onaman, men umuman injiniring sohasidaman deylik. Turmush o'rtog'im ham shunaqa deylik. Farzandimda deylik rivojlanish to'g'ri ketyaptimi, yo'qmi, yoki qanaqadir xavfli tashxislar bormi? Buni bilish uchun qanaqa qilib aynan nimadan kelib chiqishi mumkin? Signallar nima? Qizil signallar bormi? Endi bu qizil signallar buni chaqaloqlik paytidan bilsa bo'ladi. Bu yerda bola tug'ilgan zohatda o'zlarini mezonlari bor u yerda. Birinchi Abgar shkalalari bor. Abgar shkalasi bo'yicha tekshirib ko'rishadi. Birinchi bola tug'ilgan zohatda. Demak, ular nima? Nafas olish tekshiriladi, yurak urish tekshiriladi, muskul tonuslari tekshiriladi, bo'yi tekshiriladi, reflekslar tekshiriladi. Mana shuni o'zi birinchi fikr bildiradi. Bola normal tug'ildimi? Mana bu. Ikkinchisi esa endi bir 5 minutdan o'tgandan keyin yana tekshiriladi. Tug'ilgan zohatdagi bilan 5 minut o'tgandagi holatda farq bormi yoki yo'qmi? Yana baholanadi. Mana bu bitta holat. Endi mana masalan signallardan bittasi bola tug'ilganda yig'lamasdan tug'ilish. Bu asfiksiya deyiladi, meditsina tilida bo'g'ilib tug'ilish yoki o'zini kindagiga o'ralib tug'ilish deyiladi. Bu birinchi signallardan, qizil signallardan bittasi. Bu masalan bo'g'ilib tug'ildi, o'sha bola tug'ilgan paytda yig'lamayapti, lekin vrachlar nimaga yugurib qoladi? Demak, bolada o'sha muammo boshlandi. Demak, uni urishadi, o'pkasiga anaqa berishadi va oxir yig'lagandan keyin demak, qolgan muolajalarni davom ettirishadi. Mana shu necha minutlik asfiksiyani o'zi bolani hayotiga yaxshigina ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni keyinchalik buni katta asoratlari bo'lishi mumkin. Albatta, bu asorat bo'ladi. Nutqni yaxshi rivojlanmasligiga yaxshigina ta'sir ko'rsatadi. Asfiksiyani ham u og'ir, yengil darajalari bor. Yengil darajalarda uncha bilinmasligi mumkin. Og'ir darajasida barcha kognitiv rivojlanish jarayonlariga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bolani miyasidagi Wernicke Broca markazlariga ta'sir albatta ta'sir ko'rsatadi. Nimaga bola bu holatda gapira olmayapti? Demak, o'sha Wernicke Broca markazlarida demak kamchilik bo'lgan. O'sha nima bo'lishi o'zi, demak bo'g'ilib tug'ilish o'zida miyaga yetarli darajada kislorod yetib bormaydi. Lekin kislorodga yetib bormaslik qaysi zonalarni buzadi, u faqatgina Allohga, keyinchalik tashxisga bog'liq bo'ladi. Deylik, demak, tug'ildik, raddomdan ham chiqdi, hamma narsasi deylik yaxshi. Ammo mana bola 1 yosh, 2 yosh bo'ldi. Gapirmayapti. Ana yana qizil signali bu yerda gapirmayotganligi. Birinchisi bolalarda gugullash anaqasi, kechikishi. Gugullash masalan normada bola 2 oylikdan boshlab 40 kunlik chilla chiqadi-yu, undan keyin men o'zim navaram tug'ildi, 2 yoshga to'ladi hozir avgust oyida. Men shu bolani rosa kuzatdim navaramni-da. Hammasi hozir normada ketyapti. Gugullash davri ham, endi o'zim logoped bo'lganim uchun bolani har doim yonimda bo'lgani uchun kuzata boshladim-da. Demak, artikulatsiya nutq apparati ishlaydi qachon? Bola yig'laganda, keyin gugulaganda, keyin chug'urlaganda artikulatsiya nutq apparatlari hammasi harakatga keladi. Til harakatga keladi, yumshoq tanglar, lablar, yuz muskullari hammasi harakatga keladi. Bu birinchi navbatda o'sha nutqni to'g'ri rivojlanishiga birinchi turtki hisoblanadi. Endi gugullash davrini kechikishi, undan keyin bolalarda gugullash qachon? Bolalarda demak birinchi tovushlar paydo bo'ladi. Alif ham A'dan boshlanadi. Ya'ni bolani lab muskullari, umuman artikulyatsion apparati nutqga tayyorlanib boradi. Bosqichma-bosqich. Mana aytiladiki, bola birinchi 2 oylikdan to gugullagunga qadar o'zini barcha istaklarni yig'i orqali beradi.
Yaqinda men anaqada internet nimada roliklarda ko'rib qoldim. Bola qanaqa yig'laganda nimani xohlaydi. Demak, bola yig'laganda demak nimaga yig'layapti deysiz, yoki tagi ho'l bo'lishi mumkin. Yoki qorni och qolgan bo'lishi mumkin, yoki uyqusi kelib qolgan bo'lishi mumkin bola. Nimadan yig'asi. Lekin mana shu yig'ini o'zi ham u artiklyatsion nutq apparatiga harakatiga keltiradi bu narsa. Keyin sekin astalik bilan demak istaklar googlash davriga o'tiladi. Googlash davrida gapirganingizda bola kuladi, googlab sizga javob beradi. Ya'ni artiklyatsion nutq apparatlarida harakatlar ketadi. Deylik mana googlash davrini kechikishi birinchi signal. Birinchi demak bo'lmasligi, tug'ilish davridagi travmalar umumiylashtiramiz. Googlashgan yoki kamligi yoki yo'qligi yoki rivojlanmay qolishi yoki umuman bo'lmasligi ham mumkin. Ammo ba'zan bola normal rivojlanib boradi. Deylik 1 yosh 18 oy, 20 oylik bo'ldi. Ungacha har bitta etapidan o'tadi. Nutq ham paydo bo'ladi. Ammo ba'zi tashxislarda deylik RAS, ya'ni autizmni erta aniqlanadigan autizmda va boshqa masalan yangi sindromlar chiqyapti, nano sindrom degan sindromlar chiqyapti. Ya'ni ularda shunaqa bo'lar ekanki, bolani nutqi rivojlanadi va ma'lum bir yoshga kelganda yo'qolib qoladi. Mutizm bo'lishi mumkin, autizmda masalan. Aynan shu bo'yicha men kecha doklad qildim. Ha, bunga nima deysiz? Ya'ni bunga qanaqa nima qilish kerak? Ya'ni ota-ona bu holatda nima qilish kerak? Qayerga borish kerak? Qaysi mutaxassisga? Birinchi navbatda kasalxonadan chiqayotganda pediatr ogohlantiradi. Bolangiz asfiksiya bilan tug'ildi, nevropatologga boring. Nevropatolog hisobida turishingiz kerak deydi. Unga demak nevropatolog tarafdan yordam beriladi. Demak, ularda kelajakda kelib chiqishi mumkin bo'lgan ba'zi bir kasalliklar oldi olina boshlaydi. Agar ona o'sha meditsina, tibbiyot sohasidan bilimga ega bo'lsa, o'sha bilim malakalari bo'lsa, bolani yaxshi qarasa, ba'zi narsalardan o'zi olib chiqib ketishi mumkin. Endi yana bitta narsa, ya'ni men so'rayotganim, bola biron bir narsani o'rgangandi, nutq ham chiqqandi, ammo ya'ni yo'qolib qoldi nutq. Bunda nima qilish kerak? Ota-ona qaysi mutaxassisga borish kerak? Bu nutq yo'qolgan bo'lsa, birinchi logopedga murojaat etiladi. Endi bu ko'pincha aras bolalarda, ya'ni autizm spektriga ega bo'lgan bolalarda kuzatiladi. Nutq shunaqa yaxshi tez rivojlanar ekanki, u bolalarda. Men o'zim ham kitob adabiyotlarni o'qib, tahlil qilib hayron qoldimda. Shunaqa tez jaddal rivojlanar ekan. Ya'ni autizm bolalarda uchraydi asosan. Bo'ladi, lekin ba'zan bo'ladi. Lekin 2,5 yoshga borganda nutq sekin parchalanib yo'q bo'lib qolar ekan. Endi bu holat demak ota-onalar keyin hayron bo'ladi. Meni bolam gapirardi-yu, buni mutizm deyiladi. Boya to'g'ri aytdingiz. Meni bolam gapirayotgandi, endi nimaga yana gapirmay qoldi deydi. Endi buni birinchi mutaxassis logoped hisoblanadi. Logopedga borishi, logoped bilan ishlashi kerak bo'ladi. Lekin bundan oldin mutizm bo'lganligi uchun bu psixologik jarayon hisoblanadi. Shuning uchun psixolog bilan ishlasa ham menimcha yomon bo'lmaydi. Yaxshi natijalarga erishish kompleks tarzda olib borilsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Endi bu ota-onaga bog'liq bo'ladi. Ota-onani logoped bilan, psixolog bilan birgalikda ishlashiga bog'liq bo'ladi. Ta'sir etuvchi omillar ham bo'lishi mumkin deb yurdim. Misol uchun ota-ona janjallashganda bola qattiq qo'rqib qolishi, stress holatlari. Unda ham mutizm holatlari bo'lishi mumkin. Bola umuman gapirmay qo'yadi. Aytadi-yu, qo'rqib ketib, umuman yaxshi gapirar, 6 yoshda ham aytishadi. Shunaqa qattiq zarba bo'ldiki, psixik travma bo'ldiki, bolam gapirmayapti deydi. Mana bu holatlar ham demak omillardan keladi. Kasallik tufayli ham bo'lishi mumkin. Bu sal boshqacharoq deylik, mana tashxisli bolalarni ajratib olaylik. Tashxisli bolalar tug'ilgandan tashxisli tug'iladi va bu turg'un holat bo'ladi. Autizm orttirilmaydi. Autizm tug'ma bo'ladi. Ya'ni bu hozir boyga qo'rqib ketgan holat, bu boshqa, bu orttirilish, ya'ni bolada stressdan kortizol gormonlari chiqqanda, mana bu boshqa narsa va ikkinchisi bu tug'ma autizm yoki tashxisli bolalar bu tug'ma bo'ladi, ya'ni. Bu o'sha embrion paytidan boshlab mutatsiyaga ketadi. Sabablarga ko'ra. Muammolar hozircha aniq emas, nega bo'ldi bunaqa? Sababi yo'q. Hozirgacha aniqlanmagan. Aniqlanganda edi. Hali ham o'rganilayotgan soha bo'lgani uchun
men aytmoqchimanki, ikki xil bu, ya'ni umuman ajratib olishimiz kerak. Именно autizmni so'ramoqchiman. Nega? Chunki autizm hozir juda ham ko'p, menga ham juda savol ko'p bunga. Keyingi savolim, hozirgi kunda juda ham trend bo'lyapti, ya'ni ota-onalarni, zamonaviy ota-onalarni juda ham farzandiga har xil tillarni o'rgatishi, hali tili chiqmagan bolaga 3 ta, 4 ta, 5 ta tilni o'rgatishyapti. Buni qanaqa qilishyapti? Ba'zan uddalashyapti, ba'zan teskarisi bo'lyapti, ya'ni bolani umuman tili kechib ketyapti. Men bu savolni nega beryapman? Chunki men o'zim turmush o'rtog'im boshqa millat bo'lganlari uchun bizda majburiy bitta uyda 3 ta tilda gaplashishga majburmiz. Shuning uchun so'ramoqchiman, qanaqa qilsa bo'ladi bu narsani? Ilojisi bormi ekologik yo'l bilan yoki bu baribir zararmi bolaga? Baribir bo'lmaydigan narsami, noto'g'ri narsami? Agar metodlari bo'lsa, iltimos. Buni psixologik jihatdan ham yondashsak bo'ladi, hamda dialektologik jihatdan yondashsak ham bo'ladi. Men hozir o'zimni fikrimni aytaman, keyin Mahliyoxon davom ettiradilar. Ko'p tillilik birinchidan bu juda yaxshi narsa. Ko'p aytadi, xalqimizda bitta yaxshi maqol bor, til bilgan el biladi deydi. Til bilsangiz, hamma millatda o'sha urf-odatini ham bilasiz, gaplashasiz, qalbini ham bilasiz, qalbiga yo'l ham topa olasiz. Til bilmasangiz, bu qiyin. Hozir zamon talabi o'zi shunaqa. Endi sizning savolingiz to'g'ri savol bu. Bolaga bir nechta tilni o'rgatsa bo'ladimi? Bo'ladi. Lekin bola eng avvalambor qaysi tilda gaplashadi uyda? Shu tilni muloqot tili qaysi til? Shuni mukammal o'rganib olish kerak. Bu meni fikrim. Agarda mukammal o'rganilsa, til o'rganish hech qachon kechikmaydi. Hech qachon. Masalan, 2 yoshli bolaga til o'rgatsangiz, unda anaqa o'zi mana masalan til o'rgangan paytda o'sha tafakkur bilan bog'liq bu narsa, to'g'rimi? O'zingizda tilingizda fikrlab olasizda, keyin uni go'yoki tarjima qilib, keyin boshqa tilga o'tkazamiz. Mana bu jarayonlarda nima kamchiliklar bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun men aytamanki, oldin o'zini tilini yaxshilab o'zlashtirib olsin, mukammal bo'lsin, keyin ikkinchi til, uchinchi tilni nechta tilni o'rgatsa ham bo'ladi. Ya'ni bolaga boshida faqat bitta tilda gapirish kerak demoqchisiz. Bitta tilda tili chiqib, to o'sha ma'lum bir tartibga kelgunga qadar bola o'zini fikrini, o'zini anaqa bilgan narsalarini o'zini tilda yaxshi mukammal gapirib bera oladigan darajasiga yetgandan keyin tilni o'rgansa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu meni fikrim. Endi nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarchi? Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda ham anaqa bu voqea men praktikamda bo'lgan. Bola uyda o'zbek tilida gapiradi, nutq kamchiligiga yaxshigina nutqni to'liq rivojlanmaganligi 2-daraja, o'rta og'ir daraja rus guruhiga bermoqchi. Men aytdimki, yo'q, rus guruhiga bera olmaysiz dedim. Unda bola u tilni ham, bu tilni ham o'zlashtira olmaydi. O'shaning uchun birinchidan nutqida kamchiligi bor bu bolani. U o'zini tilida o'sha bog'chaga borish kerak bo'ladi. O'zini tilida korreksiya ketadi. Nutq kamchiligi yaxshi, mukammal bartaraf etilgandan keyin xohlagan tilni o'zlashtirish mumkin. Ya'ni bolaga biz demak 3 ta, 5 ta til ham bera olamiz, faqat bola sog'lom bo'lishi kerak. Sog'lom bo'lishi kerak. Sog'lom bo'lish kerak bu birinchidan, ikkinchidan sog'lom bolaga ham o'zini tilini yaxshi o'zlashtirgandan keyin o'rgatsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Marhamat, psixolog ham gapirini eshitamiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Siz nima deb o'ylaysiz? Juda ham o'rinli savol. Hozirgi kunda biz bilamiz, ota-onalar zamonaviy bo'lishni xohlaydi. Haytalik bo'lishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda mana qarang, men savollaringizga to'g'rilasam maylimi? Qarang. Aynan bular nutq tarafini gapirdilar, siz psixologik tarafini menga ayta olasizmi? Deylik, bolaga mana darsda emasda, u o'yinda o'tiladi baribir. Ota-onasi bir necha tilda gapirsa, masalan, otasi arab tilida, onasi o'zbek tilida va oila tili ingliz tilida bo'lsa, bu 3 ta tilni ko'tarish ruhiy tarafdan qiyinchilik. Bolaga juda ham qiyin, chunki bolani o'zi o'sha rivojlanayotgan vaqtda ustoz to'g'ri aytib o'tdi, juda ham katta mashaqqatli yo'l bilan bosib o'tibdi bu jarayonni. Aytaylik, hali nutqi chiqmagan bola. Aytaylik, o'sha otasi arab tilida gapiryapti. Onasi ingliz tilida yoki buvisi umuman boshqa o'zbek tilida gapiryapti. Bola dovdirab qoladi. Dovdirab qoladi. Qaysi tilda gapirsamikin va o'shaning oqibatida ham bolada nutqiy
rivojlanishda ortda qolish uni krizislarga ta'sir qiladimi bu albatta narsa? qiladi. Biz bilamiz bolaning krizisi, 1 yoshli krizisi bor, 3 yoshli krizisi, 7 yoshli krizisi bor. 7 yoshli. Yana bir qiyin jihati bor. Men o'zim amaliyotda ko'rganman. Afsuski bu juda ham og'riqli mavzu. Biz bilamiz, men qarshi emasman ko'p tilli bo'lishga, misol uchun qaysi millat vakillariga ham qarshiligim yo'q. Lekin eng achinarli holat shundan iboratki, ota-onani o'zi tilni bilmaydi, rus tilini aytaylik. Hamda farzandini rus guruhiga maktabga beradi. Bola shug'ullanadi. Shundan boshlanadi. Bola shug'ullanadi, mayli, xo'p, dars qiladi, lekin u kelgandan keyin bilan yana shug'ullanish kerak. Ota-ona bola bilan ishlash kerak, lekin bunaqa vaziyatni ota-onani o'zi bilmayapti. Ya'ni bir tilni chala-chulpamasdek, Bu juda katta muammo. chala-chulpamasdek qanaqadir tizim bilan olib ketish kerak ekanda, to'g'rimi? Dastur tuzish kerak. Misol uchun ota-ona beryaptimi? Hech bo'lmasa ota yoki ona rus tilini bilish kerak. Agar rus tilida haqida gap ketayotgan bo'lsa, bilish shart, chunki bola qiynaladi ertaga. Yoki ba'zi bir ota-onalar bor, hayron qolaman, umuman jihatga e'tibor olmaydi, o'sha psixologik jihatlarini yoki fiziologik jihatlarni hisobga olmaydi. Bilmaslik natijasi. Ha, aytaylik, bola o'qib turibdi-da, 5-sinfgacha yoki 4-sinfgacha rus maktabida o'qidi. Tarbiyasi buzilib ketyapti deydi, doda busi o'zbek gruppaga berib yuborishadi. Endi juda katta stress, juda ham katta stress. Aytaylik, bola shundoq ham muhitga o'rgangan, adaptatsiya jarayoni juda ham qiyin bo'ladi. Aynan bu yoshda, o'smirlik yoshida, aytaylik, u maktabni o'zgartirdi. Hamda maktabni o'zgartirganda uni atrofidagi referent guruhlari bo'ladi, ya'ni o'ziga do'st qilib olgan yaqin do'stlari. Do'stlar ketdi, keyingisi umuman boshqa tilda gaplashyapti. To'g'ri, bilishi mumkin, lekin yozish chizishi bor. Qabul qilishi bor. Bu ham katta stress. Juda ham katta stress. Mana shuni oqibatida ham oilada nizolar kelib chiqishi. Mana bu ham tilni o'zlashtirishda qiyinchiliklar. Ko'rdingiz, muammolar bular. O'shaning uchun men ota-onalarga aytmoqchimanki, til o'rganilsin. Xohlagan til. Masalan, men ham xohlayman. Men ham ozgina shunga fikr bildirmoqchiman. Endi o'zimni shaxsiy tajribam va defektologlik tomonidan bolam bilingual yoki multilingual bo'lishini bilganimdan keyin men ham turmush boshqa inson bilan, boshqa umuman millati, kulturasi boshqa odam bilan turmush qurganimdan keyin menda ham juda katta savollar bo'lgan. Nima qilishni bilmaganman. Farzandim tug'ilishidan oldin juda ko'p adabiyotlar o'qiganman. Hozirgi kunda tadqiqotlar bor, ya'ni farzandingizga bir nechta metod bera olasiz. Ya'ni oilada men shu metodni biz tanlaganmiz, ya'ni oilada bolaga bitta odam bitta tilda gapiradi. Ya'ni onasi faqat bitta tilda gapiradi, otasi faqat bitta tilda gapiradi va ular o'zaro gaplashayotganda faqat bitta tilda gaplashadi. Masalan, men o'zbek, turmush o'rtog'im arab tilida gapiradi. Turmush o'rtog'im o'zini millati arab bo'lgani uchun va ikkalamiz ingliz tilida gaplashamiz. Ya'ni bola hali ingliz tilida gaplashayotganimizda ham eshitadi-ku. Uni to'liq bir til qilib o'ziga qabul qiladi. Ya'ni 3 ta tilni parallel juda sekin o'rganadi, lekin parallel o'rganadi. Bunda побочный effektlari deyshadi, ya'ni tashqi effektlar bor. Bu nima? Aynan bolani tili kechikishi mumkin. Bunga normal qaragin deydi. Ya'ni bu Yevropada xos ketayotgan narsa. Bunga o'tda bilasiz, migrantlar juda ham ko'p, ya'ni har xil millatlarning oilasi ham ko'p. Shuning uchun u yerdagi olimlar shuni hozir shunaqa programmalar berishyapti. Mana senga dastur, bitta bolaga bitta tilda gapir va u bolani tili chiqsindi, keyin boshqasini gapir. Ikkinchi dastur, ikkinchi metod bu hamma gapirsin, ammo sekinroq chiqadi. Sekinroq. Hali birinchi bola bilan keyin solishtirmagin. Ya'ni o'zing bir yo'lni tanladingmi, demak bolangiz sal sekinroq gapirsa, normal qarab, ya'ni bolani o'zini dasturiga qarab tili chiqaveradi. Ya'ni men farzandim ham hozir deyarli 2 yosh, ammo hali tili to'liq chiqmagan va bunga men ham normal qarayapman. Vahma qilmaymiz, chunki biz ham tanlagan yo'limiz bor va shu bilan ketyapmiz. Demoqchimanki, farzandlarni menimcha shu o'zidan kelib chiqib, o'zingiz oilaviy sharoitingizdan kelib chiqib va tanlagan yo'lingizdan kelib chiqib, menimcha baholash kerak. Chunki men bitta tilda gapirayotgan va ikkinchi tilni keyinchalik qo'shgan bolaga u 1,5 yoshda demak gapirib ketadi bitta tilda. Ikkinchi tilni keyinchalik qiynalib bo'lsa ham o'rganadi. 4 yoshda ikkita til bilishi mumkin. Ammo meni farzandim balkim gapirganda 3,5 yosh, 3 yoshda gapirar to'liq. Ammo 6 yoshda meni farzandim 3 ta til bilishi mumkin. Ya'ni bu
menimcha programmalarga bog'liq. Bu narsani ota-onalar o'zlari hattoki defektolog bo'lishmasa ham, logoped bo'lishmasa ham, iltimos o'zinglar ozgina farzandinglar bilan qiziqinglar, biroz izlaninglar. Internet bor hozir, har xil maqolalar bor, minglab maqolalar bor bu haqda hozir. Bemalol bitta dasturda tutsanglar bo'ladi. Men farzandimga shunaqa dastur qo'yaman hozirgi kunda. Endi men o'ylaymanki, meni fikrimga qo'shilasizlar, Mahliyo ham qo'shiladilar. Psixolog sifatida agar nutq kamchiligi bo'lgan bolalarga tilni sal kechroq o'rgatgan ma'qulroq deb bilaman. Meni maslahatim shunaqa. Chunki o'zi birinchidan nutq kamchiligi bor, u ham organik bo'lishi mumkin, funksional bo'lishi mumkin. Organik bo'lsa bilasiz, og'ir nutq kamchiligi hisoblanadi. Uni ustiga yana til o'rgatiladigan bo'lsa, bu yerda yaxshi nimalarga olib kelmaydi. Albatta, bir narsani aytib o'tay. Hozirgi dasturdan oldin men logopedlar bilan juda ham ko'p maslahat qilganman. Hatto esingizda bo'lsa, o'zingizdan ham so'raganman va bitta narsa, men logopedga olib borganman farzandimni, nevropatologga olib borganman. Ota-onalar iltimos farzandinglarni avval nevropatologga, logopedga, pediatrga ko'rsatinglar. Farzandinglar normal o'syapti degandagina, undan keyin qaysidir tilni berishinglar mumkin. Chunki men o'zimni ham tajribamdan, ham izlanishlarimdan kelib chiqib aytaman bu narsani. Bu juda ham katta, kichkina narsa ko'rinishi mumkin, lekin shu kichkinagina konsultatsiya ham ko'p narsani hal qilib qo'yadi. Ya'ni farzandim nima gapirmayapti deb yillar siqiladi ota-onalar, ayniqsa onalar bilasiz, juda ham o'zini ayblaydi. Avval farzandni yaxshilab ko'rikdan o'tkazish kerak. Psixolog sifatida siz nima deysiz? Masalan, sog'lom bolaga necha yoshdan til o'rgatilsa maqsadga muvofiq deb bilasiz? Sizning fikringiz? Ya'ni uni irodasi ko'taradigan yosh necha? Ideal Sog'lom yosh. bola bo'lsa, aynan siz aytib o'tdingiz boya, fikringizga qo'shilaman. Birinchi o'rinda shu bola o'zini tilini bilishi kerak. Uydagi tilini hamda yashayotgan muhitidan kelib chiqqan tilni o'rgangandan keyingina, meni fikrimcha 5 yoshdan keyin o'rganish maqsadga muvofiq bo'ladi. Men ham xuddi shu fikrdaman, chunki bola 5 yoshga yetganda keyin yana bitta narsa bor, logopediyada shunaqa nazariya bordi. Bolalarning nutqi 3 yoshdan 5 yoshgacha, 3 yoshdan 5 yoshgacha shunaqa reaktiv tarzda rivojlanar ekanki, mana shu 3 yosh bilan 5 yosh orasida rivojlanish darajasi 5 yoshdan keyin umrining oxirigacha bo'lgan rivojlanish darajasidan yuqori bo'lar ekan. Shunaqa. Mana shuning uchun biz mana shu 3 yosh bilan 5 yosh orasida juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Xuddi shu narsaga qarshi teoriya ham bor. Hozirgi kunda shunaqa kitoblar chiqib ketdi, agar bilsangiz. 3 yoshgacha 3dan keyin 3 yoshgacha ayni vaqti degan. Ya'ni siz 3 yoshgacha o'rgatsangiz, hamma narsani o'rgatib oldingiz farzandingizga, bo'ldi. Agar o'tib ketgan bo'lsa, til masalasi bo'yicha ham tugadi degani. Ya'ni aytmoqchiki, ular ya'ni 3 yoshgacha o'rgatib oldingiz, undan keyin farzandingiz o'rtacha qabul qiladi. 3 yoshgacha hamma tilni qabul qilarmish. Yo'q. Ya'ni masalan, men bunga qo'shilmayman. Ota-onalarni shoshirib qo'yyapti. 3 yoshdan katta farzandi borlarni aybdorlik hissini olib kelyapti. Bu narsaga siz logoped sifatida qanaqa qaraysiz? Mana miya shakllanishini bilasiz, etaplarini bilasiz. Katta tajribangiz bor, nima deb o'ylaysiz? Birinchidan 3 yoshgacha degan, bu 1 yoshdan 3 yoshgacha, tug'ilgandan 3 yoshgacha bo'lgan ilk yosh hisoblanadi bolalarda. Boya yuqorida aytib o'tdim, 3 yoshdan boshlab bolalarda o'sha reaktiv tarzda nutq rivojlanadi. Endi men boya yuqoridagi fikrimda qolaman baribir. Chunki bolalarning o'sha 3 yosh bilan 5 yosh orasidagi nutqni rivojlanish davrida, demak, ehtiyot bo'lishimiz kerak. 3 yoshgacha degan fikrga men qo'shilmayman. 3 yoshgacha mayli boshqa narsalarni o'rgatish mumkin. Ehtiyot bo'lib nima? Lekin miya bilan bog'liq bo'lgan narsaga sal ehtiyotkorroq bo'lishimiz kerak. Travma olmasligi kerak. Aynan ilk bolalik davrida miyani zo'riqtirib qo'yish kerak emas bolalarda. Bolada zo'riqtirish kerak. Ko'p programma berishimiz kerak emas, telefon berish kerak emas. Chunki mana bilasizmi, bolada o'zini jismoniy rivojlanishiga nisbatan ko'proq nagruska beradigan bo'lsangiz, bola kasal bo'lib qoladi.
Mana o'zingiz misol tariqasida olaylik, bolamizni 5-sinfdagi bolani ingliz tiliga beramiz, sportga beramiz, yana nimagadir beramiz, yana nimagadir beramiz deb kechqurun bola kelganda o'zi tayyor bo'lib qoladi. Agar biz uni jismoniy jihatdan ham, miya ruhiy jihatdan ham zo'rqitib qo'yadigan bo'lsak, biz bolani kasal bo'lib qolishiga olib kelishimiz kerak. Uni ham jismoniy, ham ruhiy jihatdan zo'rqmaydigan yuklamalarni berishga e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Men shunaqa deb o'ylayman. Keyin yana bitta narsa, boya aytib o'tdim, 3 yosh bilan 5 orasida nutqni rivojlanishi juda jadal rivojlanadi. Agarda shu davrda biz ehtiyotkorlik bilan qaramasak, bolalarda duduqlanish ko'proq mana shu yoshda ko'proq bo'ladi. Demak, travmadan bo'lishi mumkin bu narsa yoki qo'rqitmasligimiz kerak psixik bo'ladi. travmadan ko'proq bo'ladi. Mana bu davrda yuklamalardan bo'lishi mumkin. Yuklamani o'rtacha berish kerak. Jismoniy yuklamalarni ko'proq berib yuboradigan bo'lsak, masalan, hozir bir xil paytda ko'raman, o'sha 3 yosh bilan 5 yosh orasidagi bolalarda ham yuklamalar juda ko'p. Masalan, biz xususiy bog'chaga beryapmiz. Masalan, men ham o'zim navaramni berish uchun bir nechta xususiy bog'chalarga qarab keldim. Nimalarni o'rgatishar ekan bo'ladi desam, mayli endi uni gapirib o'tirish hojati yo'q, lekin u yerda ham yuklama ko'p-da bolaga. Masalan, bola necha soat bog'chada bo'ladi? 6 soatmi? 8 soat bo'ladimi? 6 soat bo'ladimi? Mana shu davr ichida bola gimnastikaga borish kerak, shaxmatga borish kerak, yana nimagadir borish kerak, yana nimagadir borish kerak. Bu masalani ham bolalarda o'ylab ko'rish kerak 3 yosh bilan 5 yosh orasida. Savolimizga qaytsak, demak, bolani 3 yoshgacha hammasini qilib ol, undan keyin kechgasan degan gap bo'lmagan gap. Bu men o'ylaymanki noto'g'ri g'oya deb Bu o'ylayman. kitobga agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsa, o'zim bir qiziqib qarab ko'rgandim. Kitob muallifi o'zi asli pedagog emas, bu soha bo'yicha ishlamagan, u biznesmen odam. Shunchaki o'zini fikrlarini qog'ozga yozgan. Va hamda bo'lishgan bu Va narsa bilan. buni o'zbek xalqi sal jiddiy oldi. To'g'rimi? Endi 1 yosh bilan 3 yoshda sal ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bolaga u shundoq ham maktab yoshiga borganda yuklamalar juda ham ko'payib ketadi. Shungacha bolani sog'lom har taraflama asrashimiz kerak, sog'lom o'stirishimiz kerak. Demak, shunchaki o'zimizni har doimgi kunlik bolani tartibidagi hayotini yashab, demak, o'sha ovqatini vaqtida berib, uxlaydigan vaqtini, tartibini to'g'irlasak, o'sha o'sgancha o'sib boraversa, ya'ni xohlayotgan insonimizdagi bo'lib chiqadi, baribir rivojlanish to'g'ri ketadi. Albatta, chunki bola boya aytib o'tganingizdek, boya shart-sharoitlarni yaratib bersak, bolani, demak, rejimini to'g'irlab bersak, o'sha bog'chaga o'z vaqtida borib, o'z vaqtida kelsa va bog'chada nimalarni u o'rganyapti, ularni doimiy nazorat qilib borsak, kerakli joylarda o'zimiz yordam berib borsak, demak, bola 5 yoshgacha juda ham yaxshi rivojlanadi. 5 yoshdan keyin marhamat til o'rgatsa bo'ladi. Demak, ota-onalar tinchlaninglar, bolalaringizga kecha emas, xohlagancha uni rivojlantirishga vaqtinglar bor, bemalol. Ya'ni men yaqinda bitta tadqiqot o'qidim, maqola. Unda shunaqa narsa tadqiqot qilishgan, ya'ni bu katta tadqiqot, kichkina emas. 5 yil, 6 yil orasida qilingan tadqiqot va unda aynan nimani aniqlashtirishgan? Bolani miyasi qanaqa rivojlanadi, katta odamniki qancha, ya'ni inson o'zi butun umri davomida qachongacha miya rivojlanadi, qachon aktiv vaqti bo'ladi, qachon endi passiv vaqti bo'ladi. Buni aniqlashgan. Men hayron qoldim natijadan. 20-25 yoshgacha bo'lgan vaqtda odamning miyasi, mana biz aytamiz-ku, gubka intensiv ravishda rivojlanadi. Juda ham tez rivojlanadi, sekinlashib boradi. Mana deylik, biz ham to'qqa chiqayotganimizda tepaga qarab sekinlashaveramiz-ku, ya'ni bizning intellektimizni kulminatsiyasiga kelayotganda baribir sekinlashamiz. Ya'ni 25 yoshgacha juda jadal rivojlanar ekan. Undan keyin sokinlashishni boshlaydi, ammo shunda ham bular aytgandagi bir to'xtab qolmaydi-da, bu rivojlanib boraveradi. Ya'ni miyaga qancha yuklama bersangiz ko'taraverar ekan, qancha bilim bersa ko'taraverar ekan. 60-65 yoshgacha. Ya'ni 60-65 yoshdan keyin, ya'ni kulminatsiyadan pastga tushish og'ish boshlanar ekan. Shungacha endi aytmoqchiman, 60 yoshgacha vaqtinglar bor, qo'rqmanglar. 25 yoshgacha zo'r. Xulosani chiroyli qildingiz, lekin haqiqatdan til o'rganishni erta-kecha yo'q. Umuman erta-kecha. Ya'ni inson 60 yoshgacha har 2 yilda bitta til o'rgansa ham 30 ta tilni bila oladi. Ya'ni
hozirgi ota-onalar shunaqada, aybdorlik hissi deb siqilib bolaga ham qaramay qo'yishadi oxiri siqilgandan. Ko'pni yaxshilik qilgisi keladi, lekin qila olmaydi. Men o'zimda ham bo'lgan bu narsa. Shoshilmanglar. Endi bu ota-ona bo'ldinglar. Ozgina yashanglar. Hech narsa qilmaydi. Sekin-sekin o'sha ovqatini vaqtida berib, uyqusini vaqtida qilsanglar bo'ldi. Bolani har taraflama zo'r qilmoqchi bo'lamiz, lekin bolani qiynab qo'yganmiz o'zimiz. Yuklama berib tashlaymiz. Yuklama berib tashlaymiz, lekin u bola kichkina jussa shuncha yuklamani ko'tara olmaydi. Ya'ni o'sha men boshida o'zim ham qo'rqqanman bu yuklamani berishgani, til yuklamasidan men o'zim qo'rqqanman. Lekin qachonlardir agar mendan so'rasangiz, voy zo'r-ku, 3 ta tilni kichkinalikda o'rgatishtirdim. Hozir juda ko'pchilik shunaqa deyishi mumkin. Siz boshingizdan o'tkazibsiz, mana o'zi ko'rib turibsiz qanaqa. Logoped sifatida chunki qo'rqqanman, bilardim bizga 4 yil o'rgatishgan. Bilingual qilma. Ikkita til aytma. Mumkin emas. Shunaqa deb katta bizani endi shunaqa qilib mutaxassis qilib katta qilishdi-da. Endi qarama-qarshi dunyo o'zi yashash, hayot qarama-qarshiliklardan iborat. Shu qarama-qarshiliklarni yengib o'tish muammolarni keltirib chiqaradi. Muammolarni yechimi esa rivojlanishga olib keladi. O'shaning uchun bitta fikr, masalan, til o'rganish desa hamma har xil fikr bildiradi. Hozir siz boshqa mutaxassislarni olib keling, u o'zini dunyoviy qarashidan, oilaviy sharoitidan kelib chiqib, umuman boshqa fikr ham aytishi mumkin. Albatta, ammo mutaxassis sifatida mana siz ham men ham hamkasbimiz, mutaxassis sifatida va tadqiqotlar, eksperiment qilib bo'lingan, tadqiqot qilingan, ancha pul ketgan bunga. Masalan, bilasizlar, dengiz ortida bizda Amerikada, Stanfordda yaxshi maqolalar chiqadi, yaxshi eksperimentlar yillar davomida tadqiqotlar qilinadi va buni xulosasiga ko'ra ko'ryapmizki, bola 3 yoshgacha hamma narsani o'rganib olishi yoki bizada o'zi shunaqa stereotip bor. Yoshligida hamma narsani o'rganib ol, gubka bo'lasan. Yo'q. Bola o'sha 25 yoshgacha ham zo'r o'rgana olar ekan, ya'ni. Demoqchiman, ota-onalarni xavotirini sal artmoqchiman. Shunaqa narsa bor. Ya'ni bolani rivojlanishi juda etapma-etap. O'sha bolaligini yashasin. Hattoki o'sha o'ynagani ham bolaga kerak. Kerak, albatta kerak. O'sha kichkinaligida masalan 5-6 yoshda, 8 yoshli bolaga endi bo'ldi o'qisan, katta bo'lding, maktabga chiqding deymiz. U ham o'ynab olish kerak bo'lgan davrda. Bola o'ynaydigan paytda o'ynash kerak. To'yib o'ynash kerak. Keyin bemalol sabr bilan ota-onalarimiz buni chegaralab qo'yishadi. Sen til o'rganishing kerak, sen yoqqa borishing kerak. Bola bolaligini qila olmaydi-da. Bola bolaligida bolalik davrini boshdan kechirish kerak. O'ynash kerak, o'rtoqlari bilan mayli nima deydi? Masalan, o'zingizga yoshligi, hozir hamma narsa bor-da bolaga. O'yinchoqlarni har xil, ming xili bor. Lekin bizga bolaligimizga bir nazar tashlasam, men endi sizlarning davringlar ancha rivojlangan vaqtga to'g'ri keladi. Bizning davrimizda o'yinchoqlar bo'lmagan. Faqatgina qizlar uchun qo'g'irchoq, bolalar uchun mashina bo'lgan. Men shuni eslayman-da. Lekin biza bolaligimizda nima o'ynardik? Loy o'ynardik. O'zlar band qilgansizlar. Loy o'ynardik. Loy nima qiladi? Hozir loy bilan ham anaqa ish nima deydi? Qo'l art terapiya olib borishadi, to'g'rimi? Biz o'zimiz anaqa qilganmiz, rivojlantirganmiz-da. Loydan har xil narsalar yasardik. Sharoitida ham bu narsalarni qilsa bo'ladi. Yo'q, biz ham bolaligimiz shu bilan o'tgan. Keyin qo'riqchoqlarni o'zimiz yasardik. Lekin agar eslasanglar, sizlarning davringlarda bo'lgan yoshliginglarda bilmayman, biz 5 tosh o'ynardik. 5 tosh, 5 ta toshni, demak, bittasini otib, bittasini olishdi. Birinchidan orientator olishga o'rgatadi, ikkinchidan ko'zni tepaga yuqoriga qilish uchun ko'zni harakatini yaxshilab beradi, uchinchidan qo'l motorikasi rivojlanadi. Bu juda ham yaxshi narsa. Lekin hozir bu narsalar yo'q. Hozir tayyor narsani bolalar o'ynaydi. Men o'ylayman, shu endi bu davr anaqa-yu, endi biz bolaligimiz haqida aytmoqchi, bularning hammasi rivojlantirishga qaratilgan ekan. Endi analiz qilsa, demak bu har bitta o'yin rivojlantirishga qaratilgan. Haligi savolga bog'liq-da bu. Demak, biz boyagi bolalar sustroqmi deganda, demak sustroq ekanda hozir. Demak, siz agar bolalarning rivojlanishi shu deylik motorikani ishlatishga, o'ynashga bog'liq desak, juda ham ko'pchilik ota-onalar sirmas. Men hattoki o'zimda tug'ruqdan keyingi depressiyada bir necha kunga men bolamga telefon berib qo'yganman. Bu narsani tan olaman va buni noto'g'riligini tushunganimdan keyin umuman bermaganman. Va men hozir mana qizlar bor, kunlab berib qo'yadi. Mana soatni qaramaydi ham, cheklanmaydi ham. Ya'ni o'zi normasi bor.
bolani telefon olish normasi bor, iloji boricha 6 yoshgacha bermaslik tavsiya qilinadi. 3 yosh minimum 3 yoshda bersangiz bo'ladi, ammo 6 yoshgacha bermasangiz bu juda zo'r. Ammo bizda berishyapti-ku. Demak, o'sha telefonlar kirib kelgani, gadjetlarning hisobiga demak rostdan suslashayotgan ekanda bolalar. Bola bitta joyda o'tirib qolyapti-da. O'tirishi bu miyani rivojlantirmaydi-da. Rivojlantirmaydi. U telefonda tayyor narsani ko'radi. Qo'li bilan ishlamaydi, to'g'rimi? Telefonga keladigan bo'lsak, yana bir katta muammo bor hozirgi kunda. YouTube to'g'ri, YouTube'da har xil kontentlarni ko'rishadi, filmlarni, lekin eng katta muammo bu shortslarda. Nega? Nimaga? Chunki biz bilamiz, miyamizni diqqatni bitta joyga jamlashga o'rgangan bo'lish kerak. Ya'ni biz bilamiz, diqqat tarqoqligi degan narsa bor. Bu ham yaxshi. Diqqatni jamlay olmaydi. Nima uchun diqqat yetishmasligi sindromi bor hozir? Nima uchun hozirgi kundagi bolalar birinchi sindromi shu-da. maktabga chiqqanda o'tira olmaydi? Nimaga? Chunki biz bilamiz, shortlaringiz 30 sekund. O'zgartiradi, ya'ni bola jamlay olmayapti hozirgi qo'lini mamlaq qilaveradi. Ya'ni bola hozirgi bolalarga Men qo'shilaman bu gapingizga. Sal kattaroq bo'lgandan keyin biz ularga 2-3 soat, biz 3 soatlik kinolar ko'rardik. Demak, uni keling kitob bermaylik. Oldin 3 soatlik kino yoki 2 soatlik kino bersak, demak, u bolalar ko'rishga qiynaladi. Zerikib qoladi. Albatta, yo'q. Bolaning yoshiga mos kinolar bo'lish kerak. Bola tushunadigan kinolar bo'lish kerak. Masalan, biza bolalik paytimizda nimani ko'rardik? Bolalar uchun yaratilgan kinolar juda kam bo'lardi. Lekin berilsa maza qilib ko'rardik. Mani vaqtimda, mani kichkina paytimda oqshom ertaklari bo'lardi. Oqshom ertaklari bo'lardi. Keyin bizani o'sha bolalarning yoshiga mos multfilmlar bo'lardi. Yarim soat 40 minutdan ko'p bo'lmasdi. Bo'lmasdi. Bu men o'ylayman, shu narsa uchun ham bizni masalan deylik kattaroq hayotda maqsad qo'ygimiz keladi. Bunga erishish uchun baribir o'ylaydi-ku odam. Demak, bu uchun menimcha vaqt ajratishim kerak. Buncha til o'rganishim kerak deydi-yu. Uni qila oladigan odam qo'yadi-da, oldiga maqsad qilib. Hozirgi bolalarda ozgina sabr kam. Endi hozir masalan nutq kamchiligiga bo'lgan bolalarni logopedga olib borishayotganda, u masalan neyropsixologik tarafdan ham tekshiruv o'tkazilyapti, neyropsixologik tashxis masalalari bo'yicha ham ishlashyapti hozir. Bulardan tashqari motorika bo'yicha ishlashyapti, umumiy motorika, sensorika bo'yicha ishlashyapti, sensor integratsiya bo'yicha ishlayapti. Bu bolani rivojlantiradi. Juda yaxshi rivojlantiradi. Sog'lom bola-chi, masalan, sog'lom bola bormaydi, unga muhtoj emas bu narsaga. Lekin sog'lom bola uyda o'tirib faqatgina telefon bilan chegaralanib qoladigan bo'lsa, unda ham motorika rivojlanmaydi. Umumiy motorika rivojlanmaydi. Ya'ni nuqsonlar orttiriladi. Anaqa Mahliyo aytgandek, mayda qo'l motorikasi rivojlanmaydi. Shuning uchun bolalik paytida emaklash kerak, yurish kerak, yugurish kerak. Qo'li bilan o'zi mayli plastilin bilan ishlaydimi, loy bilan ishlaydimi, qum bilan ishlaydimi, bular bilan ishlash kerak. Faqatgina nutq kamchiligiga ega bo'lgan bola emas, sog'lom bolalarni ham masalan shu umumiy motorikadan keyin mayda qo'l motorikasini rivojlantirish bo'yicha ishlash kerak ota-onalar. Bola uyda o'tirib motorikani rivojlanishi nima degani? Ayniqsa mayda qo'l motorikasini rivojlanishi nutqni rivojlanishi degani. Chunki miya nutq markazi bilan mayda qo'l motorikani markazi yonma-yon turadi. Ularni qaysi birida kuchli rivojlanish bo'lsa, ikkinchisiga ta'sir ko'rsatadi va uni rivojlanishiga turtki bo'ladi. O'shaning uchun faqatgina bu o'sha nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarga juda katta e'tibor beriladi. Masalan, o'sha logoped o'sha markazlarga olib borilyapti yoki bog'chada bo'lsa, bog'chada qaralyapti, ishlayapti, motorikasi bo'yicha umumiy, lekin sog'lom bolalar bo'yicha ishlayaptimi degan gap qilinadi. Sog'lom bolalar juda ham qarang. O'zi agar bola sog'lom bo'lsa, agar u har taraflama to'g'ri rivojlanib kelayotgan bo'lsa, demak u bola ularga sharoit yaratib berish kerak. Borib mana deylik suv, deylik turibdi, shuni olib har qanaqasiga ushlab ko'rish kerak. O'zi qitimirroq bo'ladi. Ya'ni bitta joyda o'tirgisi kelmaydi hali. Kichkinagina mana 3-4 yasharmi, 2 yasharmi bola o'tirish kerak emas o'zi. O'zi sekin-sekin o'sha sabr qiladigan yoshgacha hali bor-da. Ular o'zi
sog'lom bola tevurish kerakda. Masalan, hamma narsani ko'rib, yengillikni o'zi bir gap bor. kashf qilib yuraverish kerak. Bo'ldim. O'zi shunaqa bir gap bor. Jim o'tirgan boladan qo'rq deyshadi. Ana. Ammo hozirgi ota-onalar uni jim o'tirishni xohlashadi-da, telefon berib qo'yishadi. Yomoni shu. Momo ham Chunki shunday. agar bolasini kelajagini o'ylamagan ota-ona telefonni berib qo'yaversin. Chunki bolani kelajagini o'ylagan ota-ona albatta telefon berish kerak. Telefonni ham masalan qanaqadir chegaralangan holatda berish kerak. Mani o'ylashim bo'yicha bu yoshda bolaga kerak emas. Kerak emas, lekin miya- baribir uyda telefon bo'lgandan keyin mayli 1-2-3 minut qo'liga berib, qaysidir nimalarni ko'rsatib, yana olib qo'yish va shunga o'rgatmaslik kerak. Undan ko'ra multfilm ko'rsatish kerak bolalarga. Men Kitob shunaqa o'qib berish qo'llaman. kerak. Mani Kitob o'qib berish kerak. o'zimni xudo xolasa bitta metodika qilyapman va mani o'zimni fikrlarim va Mualliflik metodikasi. mualliflik metodikamni qilmoqchiman endi xudo xolasa magistratura uchun. Ammo juda ko'pchilik mana shu narsaga balki qarshi bo'lar. Man umuman telefon berish yoki gadjetlar berish tarafdori emasman, chunki men o'zim bermayman va bitta narsa xohlardimki, boshqa ota-onalar mana shuni qanaqa qilish mumkin? Deylik, hop, men qara. Savol. Bolam bilan ovqatlangan bordim. Qanaqa bermayman telefonni? Deylik, u yerda o'ynaydigan joyi yo'q-a. Shu uchun men hozir bitta metodika yaratyapman. Keling, mana bitta kichkinagina qismini aytay. Nima qilish mumkin? Hech bo'lmaganda, masalan, onalar o'tiradi bizda uyda. Bolangizni olingda chiqib keting. Bizda juda ham ko'p rivojlantiradigan joylar, Juda ko'p hozir. parklar bizda Men shuni aytmoqchi edim. bizda yoki Kanada muzdek joyda yoki Dubay issiq joyda yashamaymiz. Biz O'zbekistonda yashayapmiz. Maza qilishsa bo'ladi. Shunda olib ketib, deylik, plashatkalar bor, har xil bolalar o'yingohlari bor. Oddiy parkka borishsin. Masalan, ham o'tda yuguradi bola. Hayvonot o'ynaydi. bog'lari bor. Hayvonot bog'i yil 12 oy ochiq, olib borishsin bolani. Bola farqi yo'q, issiqmi, sovuqmi olib borsangiz, bizani klimatimiz juda ham yaxshi. Bolani kasal qilmaydigan klimat. Ya'ni men o'ylaymanki, speech therapist, ya'ni til terapevti bilan ozgina gaplashdim. U aytibdi, ko'proq bola ko'chada bo'lsa va sayohat qilsa, bola agar sayohat qilsa, miyasi zo'r rivojlanadi deyapti-da. Ha, sayohat stress, lekin har bitta stress, kichkinagina stresslardan keyin bolani rivojlanadi miyasi deyapti. Men o'ylayman, shu yaxshi variant bo'ladi onalar uchun. Aynan uyda o'tirmanglar, iloji boricha hovli, mana hech bo'lmaganda hovliga olib chiqinglar, bola o'ynasin, o'sha yerda kir bo'lsin, hamma yoqni kir qilsin, ammo rivojlanadi. Suv o'ynasin, bemalol qum o'ynasin, loy o'ynasin. Uni tozalab yuvib Bu ham qo'yish bir hech terapiyani muammo bir emas turi. hozir. Bu ham terapiya aslida Bu olganda. ham terapiya. Qaynanangiz nima desa devorsin, bola kir bo'lsa ham bo'ladi, hech narsa qilmaydi. Ruxsat bering bolaga. Keyingi savolim nutqni rivojlantirish bo'yicha va bolani oson mana shu nutqlar rivojlanayotganda krizisdan o'tish bo'yicha siz o'zingizni 3 ta qanaqadir maslahatingiz bering. Siz o'zingiz 3 ta, ya'ni siz nutqga, logopediyaga, siz psixologiya bo'yicha. Marhamat. Birinchi biologik holat. Bola sog'lom bo'lishi kerak. Yo'q, Sog'lom tug'ilgan bo'lishi kerak. ya'ni omil emas. Men so'ramoqchi bo'lganim, ota-onalarga, ya'ni hech qanaqa defektologiya tushunmaydigan ota-onaga 3 ta maslahat bolani rivojlantirish uchun uyda, umuman hayotida. Oddiy tushuntiradigan bo'lsam, demak, birinchi bolani sog'lom qilishsin. Har taraflama. Chunki har bitta kasallik bola uchun stress. Agar bola har doim kasal bo'ladigan bo'lsa, baribir uni nutqiga, psixologik jarayoniga ta'sir ko'rsatadi. Nimjon bo'lib qoladi. Bu birinchisi, sog'lig'iga qarash kerak. Ikkinchidan, men o'ylaymanki, o'yinchoqlarni to'g'ri tanlay bilishimiz kerak. Masalan, men bitta misol keltirishim mumkin. Bolalar 2 oylikgacha ovoz chiqaradigan o'yinchoqlardan foydalanishadi. Bu juda ham yaxshi narsa. Lekin o'yinchoqni turini almashtirib turish kerak. Nimaga? Bola har bitta ovoz chiqaradigan, nimaga ovoz chiqaradigan o'yinchoqni beramiz? Chunki bola unga qaraydi, ko'z anaqasi bilan. Ikkinchidan esa hali talpinadi, qo'liga ushlashga hali u nima oylikda juda kichkina bo'ladi, u eshitadi. U tovushni qabul qiladi. Unda biza fonematik idrokni, fonematik eshituvni rivojlanishga o'sha turtki bergan bo'lamiz. Bu ikkinchi holat.
Endi 3-holat, demak, bolani nutqini yaxshi rivojlanishi uchun, demak, uni nutqiga yoshligidan e'tibor berishimiz kerak. Uyda, oilada to'g'ri gapirish kerak. Bola to'g'ri nutqni eshitish kerak. Bolani tilida emas, o'zimizni tilimizda gapirishimiz kerak va bola to'g'ri nutqni eshitib katta bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni bola bilan ko'proq muloqot qilib gaplashish kerak. O'shanda ham biz har bitta so'zimizni to'g'ri talaffuz qilishimiz kerak. Grammatik jihatdan so'zlarimiz to'g'ri joy-joyida bo'lishi kerak. Buni bola eshitadi. Bola eshitib, bizga taqlid qilib, keyin uni nutqi rivojlanadi. Shuning uchun avvalambor o'zimizning nutqimiz chiroyli bo'lishi kerak. Rahmat kattakon. Sizni maslahatingiz bolani nutqi rivojlanayotganda va krizislarni yengil o'tkazish uchun ota-onalarga 3 ta maslahat. Agar bola sog'lom bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda ota-ona o'zaro kelishuv asosida tarbiya qilish kerak bo'ladi. Qanaqa, ya'ni janjallarsiz. Va bizda afsuski bir narsa bor, uchinchi shaxs aralashuvi. Bu bo'lishi mumkin o'sha. Men qarshi emasman albatta bu narsaga, qaynota yaxshilik qilishmoqchi bo'lishadi, lekin aks holat, ko'p holatlarda teskari buzib qo'yishadi. Teskari holat bo'lib qoladi. Aytaylik, shu ota-ona tarbiya qilmoqchi, jazoladi bolasini, lekin doda aka buvi yonini olishdi. Mayli, gapiraveradi, yoqiga deyishadi. 3 yoshligiga kirish hamda 7 yoshga to'lganda bolaga ta'sir qiladi. Juda ham katta ta'sir qiladi. Juda ham katta ta'sir qiladi. Va ikkinchisi, bu onalarga maslahatim, bola tarbiya qilayotganingizda agar farzandingiz sog'lom bo'lsa, albatta, sog'lom bo'lmagan taqdirda ham hech qachon farzandingizni alamingizni olmang. Bu eng katta xato. Xo'p, baqirmaslik haqida gap ketyaptimi? O'lmaslik haqidami? Nima haqida gap ketyapti? Buni ichiga biz qirg'ishimiz mumkin. O'sha aytaylik, turmush o'rtog'i bilan janjallashib qolishdi yoki qaynona bilan murosaga tushib qolishdi, chiqish olmay qolishdi. Buni oqibatida birinchi ko'proq bolalardan alamini olishadi. Jabr deydi, ya'ni jертва rolida albatta o'sha farzand bo'lib qoladi. Ya'ni alamini olib qo'yish mumkin. Xohlamagan tarzda bo'ladi ko'pincha. Ya'ni bolalarni qurbon qilmasligimiz kerak. Albatta bo'lishi mumkin. Urushib qoldi deb bola kelib oyijon suv ichaman deyapti. O'chir ovozingni suv deysan deb bitta boshqa ko'chirgan holatlarni o'zim guvohi bo'lganman. Bu juda ham achinarli holat. Juda ham xunuk holat va bunaqa vaziyatda bolangiz rivojlanayotgan vaqtida to'xtab qolish mumkin. Ya'ni bola zanknutый bo'lib qoladi. Ya'ni o'zi bilan o'zi bo'lib qoladi va sizga ochilmaydi, sizga ishonmaydi. Shu savolga bitta savol, uzr, gapingiz bo'ldim. Bolani nima, umuman deylik, mana urush tarafdori emasman albatta, ammo qanaqa gaplashish kerak bola bilan? Deylik, buni chegarasi bormi? Qanaqa yumshoq gaplashish kerak har doim? Yo'q, yumshoq emas, bola bilan kelishuv asosida gaplashish kerak. Masalan, aytaylik, bizda afsuski ota-onalar tushuntirishga erinadi. Mana bu narsaga tegmagin deydi. Nima sabab? Nima uchun tegmasligi kerak? Sababini bilmaydi bola. Misol qilib bering. Misol uchun aytaylik, eng elementar holat choyni, olib keldi, issiq, tegmagin deydi. Tegmagin, kuyasan deydi. Bola kuyish nimaligini bilmaydi, u hali bu narsa rivojlanmagan. Eng zo'r yo'li olib kelib turib qo'lini bundoq tekkizib ko'rsangiz, issiq ekan deydi. Issiq nimaligini tushuntirish kerak. Issiq nimaligini tushunadi yoki bo'lmasa ko'p holatlarni kuzataman, supermarketga kirishadi, farzand isterika qilishni boshlaydi. Bu manipulyativ holat, ya'ni narsa olib ber. Yotib olish mumkin, boshqa bo'lish. O'shaning uchun kirishdan oldin albatta bola bilan kelishib olish kerak. Aynan nima olish kerak? Aynan nima olishini. Bola bilishi kerak sizni finansiy holatingizni, qanaqa darajadaligini bolaga tushuntirsangiz, biz ko'pchilik siz qayerdan bilasiz, bola tushunmaydi. Bola katta odamdan ham aqlli. Tushunadi. Bola bilan faqat gaplashib tushuntira olishi bilishi kerak. Sizda afsuski bu narsaga erinishadi yoki ona tushuntirmoqchi bo'lsa, ota chekigini o'chir olib ber, nima xohlayapti deydi. Bu muammo kelishimi emas. O'zaro kelishuv ham. Demak, maslahatlarni umumlashtiramiz. Siz ko'proq bola bilan gaplashish kerak. Bolaga kichkina paytidan sog'lomligiga e'tibor berish kerak. O'yinchoqlarni to'g'ri tanlash, yoshiga mos o'yinchoqlarni tanlash. Siz aytyapsiz, janjallarsiz, tinch muhit yaratish kerak, bola bilan kelishish kerak, bolani urmaslik kerak. Demak, yaxshi maslahatlar bo'ldi. Rahmat hammalarga. Bugungi podkastimizni yakuniga keldik. Ota-onalarga oxirgi so'zlarni aytishlar mumkin. Hurmatli ota-onalar, bolalaringizni asrang. Bolalarga e'tiborli bo'ling. Men o'ylaymanki, hamma o'z farzandini juda ham yaxshi ko'radi. O'shaning uchun bolani sevish kerak. Bolani doimo
ardoqlashimiz kerak va ularni sog'lig'iga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishimiz kerak. Man shuni aytib o'tmoqchimanki, bilaman, farzand tarbiya qilish juda ham qiyin. Oramizda to'liq oilada tarbiya qilayotgan onalar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam qandaydir vaziyat tufayli turmushdan ajrashgan yoki bo'lmasam shunaqa holat bo'lishi mumkin. Shu imkoni cheklangan bolani tarbiya qilayotgan onalar bo'lishi mumkin. Bu sizlar juda ham jasoratli shaxslar. Har doim bunaqa ayollarga besh ketaman, buni iloji yo'q. Chunki juda ham murakkab, bilaman, lekin bir narsa e'tiborga olishdan xohlardim. Birinchi navbatda shu tarbiya qilayotganlarda bolaga ne'mat sifatida qaraydi. Chunki bola hammaga ham berilmaydi. Biz bilamiz, hozirgi kunda juda ham sog'lom bolani dunyoga keltirish o'zi bir katta muammo. Farzandingiz bormi, sog'lom yuguryaptimi, yoyaptimi, mayli, qo'yib bering. Asosiysi u sog'lom va siz yoningizda. Bolaga e'tiborli bo'lib, yaxshi ko'rishlarini tilab qolgan bo'lardim. Hurmatli ota-onalar, bugungi podkastimiz birinchi son. Har xil kamchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin foydali bo'ldi deb o'ylayman. Bundan keyingi podkastlarimizda qanaqa bo'lishini xohlaysizlar, qanaqa har xil savollaringiz bo'lishi mumkin, qanaqadir mavzu xohlayotgan bo'lishi mumkin. Iltimos bu haqida kommentariyada yozib qoldiringlar. Rahmat e'tiboringiz uchun. Bugungi podkastimiz haqida fikringizni